Assalomu alaykum do'stlar, bu foydali podkast. Shogirdlikka video studiyaga tushganmiz. Ustozlikni o'rganaman-da, maktabga kirib dars beraman degan. Biznesni boshlash, uni tizimlashtirish va rivojlanish bosqichlari haqida gaplashaylik. Musofirdagi insonlarga onlayn til o'rgatib, ularni u yoqdagi mushkulini oson qilish. Tizim qanday ishlab chiqilgan? Boshida qanchalik sodda qilishga harakat qilmaylik, o'quvchilarda zerikish paydo bo'lgan. Qoida esiga tushmasa ham ana kino esiga tushadi, keyin qoida esiga tushadi. Mana shu joyda qanaqa yechim case berib keta olasizki, to'lov qilmoqchi bo'lgan odamlarda ishonchini qozonish bo'yicha. Juda ham ko'pchilikda bo'lgan savol. Assalomu alaykum do'stlar, bu foydali podkast. Bizda navbatdagi epizod va bizda noan'anaviy biznes bo'yicha ajoyib bir qahramon, biznes tadbirkor bor. O'zi yosh, lekin turli yoshdagi insonlarga rahbarlik, liderlik qilib kelayotgan, ustozlik qilib kelayotgan ajoyib inson, ham tarbiya nuqtai nazaridan, ham ilm nuqtai nazaridan, ham biznesdagi yondashuv nuqtai nazaridan alohida o'zimni e'tiborimni tortgan yosh tadbirkor, Razgovor.uz, Kasbli hamda ilm markazi brendlarida asoschisi, onlayn ta'lim bo'yicha 5 yillik tajribaga ega ajoyib inson Allabergan Egamberdiyev bugun ko'rsatuvimiz mehmoni bo'ladi. Allabergan, xush kelibsiz. Keling, auditoriyaga dastlab sizni endi yosh tadbirkor bo'lganingiz uchun dastlab o'zingizni tanishtiruvdan boshlasak. Allabergan Egamberdiyev kim? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Avvalambor taklif uchun rahmat. Kattakon xursand bo'ldim. Xo'p, o'zi xursandligimning sababi mana bundan oldingi ko'rsatuv sonlarini ko'rdim. Ustozlarimiz chiqqan ekan, Aziz Rahimov, Hasan aka, Husan aka, Mamasaidovlar, Alisher aka, Ibrohim akalar. Ularning qatorida keyingi insonlardan, mehmonlardan biri bo'lganim juda ham xursand bo'ldim, ochig'i. Izdoshi bo'lyapmiz degan deb. Xo'p, men o'zim ismim Allabergan Egamberdiyev. Asli Qoraqalpog'istonlikman. O'zi shu yoqda Qoraqalpog'istonda chekka bir kichkina tumanchada, shaharchada tug'ilib, katta bo'lib, hozir mana 5-6 yildan beri Toshkentga kelib, o'zimizni o'zimiz ustimizda ishlab, ta'lim sohasiga kirib kelganmiz va ta'lim sohasida mana 5 yildan beri ilm markazi onlayn maktabini yuritib, rivojlantirib, xalqimizga rus tilini onlayn formatda o'rgatish bilan shug'ullanib kelyapmiz. Va undan tashqari mana yaqin 1-2 yil ichida yangi loyihalar boshladik. Razgovor.uz, yuqorida ta'kidlaganingizdek, kasbli onlayn maktab, u yerda kasb o'rganishadi, u ham onlayn formatda. Undan tashqari 1000 ta gap degan loyihamiz bor. Va lazzatli degan bu catering yo'nalishida oshxona qilganmiz. Shu loyihalarimizni tushlik bilan ta'minlashda va B2B yo'nalishida boshqa loyihalarni ham shu ovqat bilan ta'minlashga mo'ljallangan. Tushunarli, zo'r. Allabergan, keling mana o'zingizni shaxsiyatingizni ochish haqida gap ketyapti. Adashmasam, siz o'zi rus tilidagi maktablarda ta'lim olmagansiz. Rus tilini keyinchalik, adashmasam, Rossiyada musofirchilikda bo'lgansiz, yollanib ishlangansiz. Shuni davomida sizga g'oya kelgan menimcha. Hozir menimcha birinchi anaqa omil qachon bo'lgan? Qoraqalpog'istonda paytimizda, endi maktabni bitkazayotgan 8-sinf, 9-sinf paytimizda shogirdlikka video studiyaga tushganmiz. Video montajyor operator bo'lib. U yerda 4-5 yil video montajyor operator bo'lib ishlaganmiz. Men ham, akam ham. O'zi ta'kidlab ketishim kerak, bu loyihalarning orqasida bitta o'zim emas, akam, oilam turishibdi, ularning mehnati juda ham katta. Endi o'sha paytda akam ikkalamiz shu studiyada video montajyor operator bo'lib ishlardik. O'zim aslida birinchi soham shu va men u sohani juda ham yaxshi ko'rganman. Video qilishni, syomka qilish, montaj qilishlarni. Keyin bir kun shunaqa voqea bo'lgan. Akam ham montajyor bo'lganlarda, borib montaj ish stoliga borsam, bitta akamning kundaligi turgan. Kundalik yozib yuradigan. Keyin ochib o'qiganman, ruxsatsiz u bo'lmagan yonimda ekan. Lekin tavsiya qilmaysiz qolganlarga. Qolganlarga tavsiya qilmaymiz, lekin meni hayotimda mana shu katta o'zgarish tushunchasini berganda. Qarasam, u yerda yozilgan, men hozir video montajyorman deb akam yozyapti. 5-6 yildan beri shu sohada yuribman, lekin men bu sohada davom qilishni xohlamayman. Bu meni kasbim bo'lmaydi. Nimaga? Chunki ko'ryapmanki, bu soha meni keyingi hayotimda, qiyomatda menga hech narsa bermaydi. Men shunaqangi bir ish qilishim kerakki, bu meni hozirgi hayotimda ham manfaat olib kelsin, keyinchalik ham savob bo'lsin menga degan satrlarni ko'rganman. Keyin menda ham shu maqsad uyg'ongan.
nima qilsam menda ham shunaqa yaxshi ham savobli hayotda bo'ladi. manfaatli bo'ladi, ham savobli ish bo'ladi degan. Keyin o'sha paytda niyat qilib qo'yganman, xudo xohlasa unda ustoz bo'laman deganman. Endi o'ylamaganman u. Qaysi soha bo'yicha ustoz bo'lishingizni o'ylamagansiz, lekin ustoz bo'lish Shunaqa u maktab ochib yuboramiz, onlayn o'quv markazi ochamiz deb o'ylamaganman. Shunchaki bir ustozlikni o'rganamanda, maktabga kirib dars beraman deganman. Savob bo'ladi. Ham pul bo'ladi. har taraflama. Shundan keyin mana Rossiyaga ketganmiz ishlashga oilaviy sabablarga ko'ra. U yerda ishlab, qiyinchiliklarga uchrab, Rossiyadagi aynan musofir hayotini ko'rib, qaraymiz, rus tili bilmaydiganlarga juda ham og'ir. O'zini haqqini talab qila olmaydi. Gohida qilmagan aybi uchun gap eshitadi. Uni bo'yniga shunday yuklab yuborishadi bu. O'rganishga sharoit yo'q. Ertalabdan kechgacha ishlaydi, qayerga borib o'rganadi. Keyin 2-3 yillab u yerda ishlab, aynan shu musofir hayotini kechirgandan keyin to'xta, o'zim ham yaxshilab endi o'tda rus tilini o'rgandim. Endi balkim til o'rgatishni ham o'rganib turib, onlayn formatda o'rgataman degan niyat bilan boshlaganmiz. Shunaqa bu holatga yetib kelgan. Maqsad o'sha yerdan boshlangan. G'oyani boshlanishi shunaqa bo'lgan. Shunaqa. Shunda u joyda ko'rdim, turli video qisqa kontentlar qilgansiz. Birinchi faoliyatingiz shu internetda, YouTube'da, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda boshlagansiz. Rus tilini o'rgatishda, ya'ni muloqot tarzida o'rgatishni boshlagansiz. Xo'p, endi buni tizimlashtirish masalasi, ya'ni biznesni boshlash, uni tizimlashtirish va rivojlanish bosqichlari haqida gaplashaylik. Bu birinchi boshlaganingiz bu ilm markazida endi, to'g'rimi? Ana shuni negizida boshqa loyihalar kelib chiqqan. Ilm markazi haqida gaplashaylik. Bu qanday o'zi markaz, nima beradi odamlarga, qanaqa qabul qilish kerak birinchi taassurotda insonlar? Ilm markazi bu mana shu xalqimizga rus tilini onlayn formatda o'rgatishga moslashgan onlayn maktab. Kimga deydigan bo'lsa, o'zi qaysi maqsadda o'rgatamiz rus tilini degan savolga birinchi javob berishni xohlardim. Nimaga? Chunki ba'zi insonlar o'ylaydi, rus tilini o'rgatishdan maqsad Rossiyaga ishga ketayotganlarni til o'rgatib o'sha oqimni kuchaytirishmi? Yo'q, aslo yo'q. Birinchi maqsad o'zi hozirgi Rossiyadagi musofirdagi insonlarga onlayn til o'rgatib, ularni u yoqdagi mushkulini oson qilish. Birinchi maqsad. Ikkinchi maqsad mana O'zbekiston sharoitida ham baribir rus tilini bilsa, o'zini sohasi bo'yicha rivojlanadigan mutaxassislar juda ko'p. Shu rus tilini o'rganib, o'zini sohasi bo'yicha rivojlanib, yaxshiroq ishda ishlab, yaxshiroq daromad topishni xohlaydiganlarga tilni onlayn formatda o'rgatamiz. Kimlarga? Asosan yoshi katta, qanaqadir ishda ishlaydigan yoki universitetda o'qiydigan insonlarga mo'ljallangan onlayn maktab, onlayn o'quv dasturi. Tushunarli. Mana shu dasturni ichiga sal chuqurroq kiraylik. Onlayn maktab deganda masalan u dars berish jarayonlari qanaqa bo'ladi, o'sha tizim qanday ishlab chiqilgan, ichida foydalanish qanaqa bo'ladi, shunga sal chuqurroq to'xtalib o'tsak. Masalan, o'qituvchi bormi u yerda? Onlayn maktab masalan Zoom orqali bo'lishi mumkin. Platforma kirasiz, o'qituvchi bilan masofaviy suhbatlashasiz, u sizga o'rgatadi. Yoki sizda tayyor qanaqadir kontentlar bor, ishlab chiqilgan tizim bo'yicha, sistemaga o'sha tizimga joylab qo'ygansiz. O'qimoqchi bo'lgan odam kiradi, o'zi masalan bugun boshqasini, erta keyingisini, navbatdagisini ko'rib o'rganadi. Sizda qanaqa tizim yo'lga qo'yilgan? Xo'p, tizimni hozirgi holatida ham tayyor kontentlar bor, ko'rib o'rganadigan darsliklar bor, ham ustoz bor, Zoom bilan o'rganadigan, ham kitobimiz bor. Kitob o'quvchini uyigacha yetkazib beriladi, ham kitobdan foydalanib o'rganadi. Ustoz nazoratida, ustoz bilan Zoom darslar ham bo'ladi, tayyor kontentlar ham bo'ladi. Lekin bu hozirgi bizni ideal anaqamiz, hozirgacha kelgan mahsulotimizning sifati, lekin ungacha mana 2021-yilda boshlagan bo'lsak, boshlanishida faqat video darslik bo'lganda. Faqat kontent bo'lgan, yozib olingan video darslik bo'lgan. Shuni tashlab berganmiz, ko'rgan, o'rgangan bo'ldi. Boshida bitta shu dastur yaratganmiz, noldan ishlab chiqqanmizda, keyin uni to'liq qaytadan yangilaganmiz. Darsliklarni yangilaganmiz. Nimaga? Chunki boshida qanchalik sodda qilishga harakat qilmaylik, o'quvchilarda zerikish paydo bo'lgan. Kursda, ya'ni faqat dars ko'rib o'tiribdi-da, video darsni ko'ryapti, zerikib qolyapti. Muloqot ham yo'q. Keyin video darslikda faqat informatsiya. Keyin biz nima qilsak, mana auditoriyamiz qanaqa? Yosh kattalar asosan, o'rta yoshdagi insonlar. Nima qilsak, kursimiz ham sodda bo'ladi, ham qiziqarli bo'ladi deydi. O'sha paytda endi
kursimizni, ya'ni video darsliklarni nazarda tutyapman. Kino lavhalari bilan ishlab chiqamiz degan maqsad bo'ldi va o'sha jarayonda kursni to'liq yengiladik. Yangicha yondashuv bo'ldi, demak. Endi darslarimizni bu upgrade qilingan, yangilangan versiyasi va darslikli kino lavhalari bilan aralashtirib ishlab chiqildi. U nima deydigan bo'lsa, o'quvchi dars ko'rayotganda kinoda misollar olib ko'riladi, живой kinoda. Mana bu kinoni ko'r. Mana ko'rding, mana shu joyda mana shunaqa so'z ishlatildi. Bu mana bu qoidaga to'g'ri keladi deb o'quvchiga kino bilan integratsiya qilingan dars. Va o'quvchi ko'rayotganda faqat informatsiya olmaydi, kino ham ko'radi, zerikib qolmaydi va o'rgangan ma'lumotlarini anaqa esda qoldirishi oson bo'ladi. Qoida esiga tushmasa ham ana kino esiga tushadi-da, keyin qoida esiga tushadi. To'g'ri. Va shunaqa qilib video darsliklarimizni shu holatga keltirganmiz va undan keyin endi yana yangilashimiz. Nima qilsak bo'ladi? Ustoz qo'shamiz, Zoom darslar qo'shamiz deganimizda haftada 3 kun mana shu darslarni ko'radi. Kino bilan ishlab chiqilgan tayyor yozib olingan video darsliklar ular maxsus platformada bo'ladi. Platformada ketma-ket ko'radi-da, keyin qolgan 3 kunida esa ustoz bilan Zoom orqali dars oladi. Gruppoy formatda bir-birini ko'rib va u Zoom darsida ustoz informatsiya bermaydi. Bir kun oldin ko'rgan, o'rgangan mashqlarini amaliyot qiladi, muloqot qiladi. Support endi qo'llab-quvvatlaydi ustoz. U asosiy ustoz, alohida support ustozlar bor. U yana alohida bor. Endi til o'rganishda asosiy anaqa og'riqlardan biri bu o'rganayotganda odam mana muloqot qilish qiyin-da O'zbekiston sharoitida. Ingliz tilida ham, rus tilida ham. Chunki asosiy tilimiz o'zbek tilida muloqot qilamiz davlat tilida. Shunaqa. Atrofimizda muloqot qilishda, praktika qilishda deylik, anaqa muhit yo'q. Ingliz tilini o'rganyapsiz, yana atrofingizda faqat ingliz tili yo'qda muloqot qilishga yoki rus tilida jarayonida yoki kino ko'rganda. Dars jarayonida. Shuni hisobiga bizda 3 kun faqat informatsiya oladi. Muloqot uchun, razgovor uchun kerakli qoidalarni o'rganadi, tayyor video darslar orqali. Qolgan 3 kunida ustoz bilan Zoom orqali praktika qiladi. Bu darsning samaradorligini oshirib beradi. Misol uchun 1,5 soat bo'ladigan bo'lsa dars, ustoz bilan Zoom darsi 1,5 soat ichida grammatikani tushuntirib o'tirmaydi ustoz yoki uy ishini tekshirib o'tirmaydi-da, vaqtni u narsalarga sarflamaydi, o'quvchi energiyasi ham u narsalarga sarflamaydi. Kirdi, darrov o'quvchilar bilan o'sha muloqot boshlanib ketadi rus tilida. Mana qanaqa bo'ladi, ana qanaqa bo'ladi, rus tilida buni gapir, uni gapir, mana shunaqa jarayon boshlanadi. Amaliy nuqtai nazardan o'rganish bo'ladi. Shunaqa amaliyot ko'proq. Endi natijalar qanday? Natijalar Allohga shukr, anaqa o'zi bizning nimamiz bor, shiorimiz bor, kurs sotmaymiz, natija sotamiz degan. Zo'r. Va meni o'zimni biznes nuqtai nazardan tushuncham bor. Biznesda hech qachon ofisni chiroyi yoki marketing yoki komanda u narsalar orqali maqtanish kerak emas, natija orqali maqtanish kerak deb bilaman. Bizda Allohga shukr natijalar ajoyib. Kursda o'quvchi o'zi taraflama ustozni maslahatlariga amal qilib harakat qilsa, harakat qilayotgan har bir o'quvchi deyarli natijaga chiqyapti. Amal qilsa. Hozir qancha mana 5 yil bo'lgan bo'lsa boshlaganingizga qancha o'quvchi bo'ldi soni? Xo'p, umumiy loyihalarimizda 20 mingni oshdi, 22 ming 23 ming atrofida o'quvchilar o'qib chiqdi mana shu kungacha. Demak, bu mana shu brend, mana shu loyihaga nisbatan odamlarda ishonchi ortib borayotganini bildiradi-da. Chunki o'rtada bir mana shu onlayn ta'limga nisbatan, ya'ni info biznesga nisbatan turli negativ fikrlar, qarashlar paydo bo'ldi, odamlarda ishonchsizlik paydo bo'ldi. Bu bir taraf bo'lsa, ikkinchisi mana bugungi kunda ham kiber jinoyatlar bor. Qo'ng'iroq bo'ladida, aldov bilan pulni nima deydi, to'lov qildirish, ya'ni o'g'irlik masalalari, kiber jinoyatlar. Bu eng katta menimcha onlayn maktabi boshlamoqchi bo'lganlarga va onlayn maktabida hozir biznesida, onlayn biznesda shug'ullanayotganlar uchun ancha qiyinchilik bo'lsa kerak. Mana shu joyda qanaqa yechim case berib keta olasizki, ushbu to'lov qilmoqchi bo'lgan odamlarning ishonchini qozonish bo'yicha? Xo'p, avvalambor menimcha hamma narsani shaffof qilish kerak. Bitta brendni yaratib, bu brendni orqasiga yashirin olmaslik kerak-da. Men shu brendni anaqasiman, asoschisiman deb turib, jarayonlarni to'liq ko'rsatib, natijalarni ko'rsatib, jarayonlarni to'liq ko'rsatib, o'zi xalqni ishonchiga avvalambor biznes emas, mahsulot emas, o'zi kirish kerak. Nimaga? Chunki xohlaymizmi, xohlamaymizmi, brendga qaraganda biz xalq, inson ko'proq shaxsga ishonadi.
Va bu o'zi tasdig'ini topgan narsa. Endi agar anaqa borda, misol uchun mana shunaqa xalqni aldab ketayotgan, pulini olib qo'yayotgan, va'dasini bajarmayotgan shaxslarning ko'pchiligi aslida ko'p ehtimoli 70-80% deylik, shular brend orqasida harakat qiladi. Brend nomi bilan, o'zi ko'rinmaydi. Bor kam sonli insonlar o'zi ko'rinib turib ham aldab ketganlar. Ha, to'g'ri. Unaqalar ham bor. Lekin ko'pchiligi shu brend ostiga, orqasiga yashirinadi-da, shu orqali harakat qilinadi. Va bu holatda ishonchni qozonish qiyin. Agar mana biznes ochmoqchi bo'lgan, onlayn ta'limda ochmoqchi bo'lgan bo'lsa, o'zi onlaynda ishonish qiyin-da, anaqa mijozda ham hozir to'lov qilsam, aldab ketmaydi, qochib ketmaydi. Produkt qanaqa bo'ladi deydi, bormi o'zi degan savol. Shuning uchun oldin o'zi ishonchga kirib, ishonchga kirish uchun ishonchli inson bo'lish kerak edi, ochiq. Avvalo fikr to'g'ri bo'lishi kerak, maqsad to'g'ri bo'lishi kerak. Undan keyin siz aytgandek, ana shu o'zi shaxsiy brendga ishlashingiz nuqtai nazaridan ham savolim bor edi. Demak, shaxsiy brendga ishlashingizdan asosiy maqsad ana shunaqa to'siqlarni parchalab tashlash, muzlarni eritish. Ishonchda mana Alloh bergan, mana shu biznesda asoschisi. To'lasam mana shu odamga to'layapman, ertaga so'rab oladiganim ham shu odamdan degan nuqtai nazar bo'lish uchun siz shaxsiy brend yuritgansiz, demak. O'zi bunaqa reja bo'lmagan. Biz shunchaki boshlaganmiz. Keyin bu narsa qaror to'g'ri bo'lganini topganmiz. Ya'ni oldin boshida aytgandek, hozir chekka tumanda tug'ilib katta bo'lganmiz, unaqa bilim ham, unaqa tajriba, bunaqa tushuncha ham bo'lmaganda. Hozir men shaxsiy brendimni yurtsam, keyin mahsulotimni sotish oson bo'ladi. Yo'q, biz shunchaki oldin shaxsiy brend yuritganmiz. Foydali bo'lsin deb kontent yuritganmiz. Qarasang, odamlar bizga ishonishni boshlagan. Odamlar ishonchini qozonadigan mahsulot ishlashga harakat qilganmiz. Shunaqa qilib, keyin bilganmizki, bu aslida eng to'g'ri yo'l bo'lgan ekan. Chunki atrofimizdagilar qilib ko'rdi, brend yaratdi, o'sha brend orqasida turib harakat qildi. Vaholanki brend ishonchli. Men o'zim misol uchun ko'rib yurgan insonlar, mahsuloti juda ham sifatli, komanda jonini berib ishlaydigan. Haqiqatda ana o'quvchi yozilsa natija oladigan kurs. Lekin odamlar ishonishi qiyin-da. Yo'q bo'lib qoladi. Keyin ikkilanadi-da. Keyin men tushundim, demak, bizda mana nimaga oson bo'ldi. Mana nimaga Alloh bizdan ana yo'limizni ochib yubordi. Birinchidan fikr to'g'ri, ikkinchidan shunaqa. O'sha qo'yilgan reglament bo'yicha harakat qilgansizda. Endi o'zingizlarda o'sha to'lov masalasida qanaqadir realniy keyslar bo'lgan, call center bilan bog'langanda aldamaysizlarmi, qanaqa ishonaman degan savollarga javoblar bo'lgan. Qanday ularni sizlar nima deydi, ishontirib mijoz qila olgansizlar? O'zi boshida juda ko'p bo'lardi shunaqa narsa. Chunki birinchidan yangi ochilgan markazda, ikkinchidan hali ochilganimizga ko'p bo'lmasdan shu ijtimoiy tarmoqda onlayn ta'limdagilarni info-tsiganga chiqarib yuborishdi. Shu bilan juda katta ta'sir qildi bu narsa. Va bularni e'tirozini yechish, umuman ishonchini qozonish juda qiyin bo'lgan. Lekin hozir ancha oson. Hozirgi kunda nima qilamiz degan bo'lsa, hozir mana markaz 5 yildan beri ishlab kelayotgani hisobiga aytamizki, mana 5 yildan beri yuribdi. Son mingta o'quvchi har yili o'qib chiqadi. Ishonch bildiryapti. Mana natijalar ko'rsata olamiz. Agar biz aldab ketganimizda, ishonchsiz inson bo'lganimizda, u 5 yildan beri Alloh bizning rizqimiz bunaqa berib qo'ymasdi. Va davlat ham bu narsani bunaqa qilib qo'ymaydi-da. Birinchi o'rin bildimi, darrov nazoratga oladi, to'xtattiradi bu loyihani. 5 yildan beri biz o'zimizni, misol uchun nonimizni jamoamiz bilan shu bozordan topyapmizmi? Demak, haqiqiy bor narsa-da. Yana son mingta insonni aldaganimizda yo'q bo'lib ketgan bo'lardi deyman-da men jamoaga. To'g'ri. Bu birinchi anaqa. Ikkinchi mana ustozlarimiz bor, shu meziyamizda anaqa chiqib turadigan taniqli insonlar. Biz har xil nima deydi, bachkana blogerlar bilan ishlamaymiz-da. Aynan xalqning ishonchiga kirgan, reklama beradigan brendlarni ham saralab oladigan insonlar bilan ishlaymiz. Portfoliyosiga qaraysizda baribir. Portfoliyosiga qaraymiz. Keling, shu biz bilan ishlang, brendni tavsiya qiling va u insonlarni biz xalqqa ko'rsatamiz. Mana bu inson hammani ham reklama qilmaydi. Haqiqatda ular shunaqa insonlar bo'ladi va shular orqali hozirgi kunda ishonchni qozonamiz va tabiiy shu mahsulotimiz bor. Ishonch oqlab kelyapsizlar. Shunaqa. Shu o'rinda bitta narsani aytib ketaylik. Biznes, ta'lim onlayn bo'lgani bilan
bularda Toshkent shahrida adashmasam anaqa nima deydi yuridik manzili bo'lgan ofisi ish joyi bor qanaqadir shubha uyg'otadigan holatlar bo'lsa-da bu odam o'zi balkim kimdirlar bor chetda turib olib onlayn ta'lim qiladida bu yerda qanaqadir yuridik uyini manziliga o'tib qo'yadimi qanaqadir holatda ish olib borgan bo'lishi ham mumkin yoki yubormoqchi qilmoqchi bo'lganlar ham bo'lishi mumkin shu holatda yanada auditoriya kuzatuvchilariga ishonchli ma'lumot sifatida aytib o'tmoqchimiz ta'lim onlayn bo'lgani bilan bularning ish faoliyati offlayn mana shu Toshkent hududida maxsus ofisda olib boriladi. Endi keling mana umumiy fikrlarga ham to'xtalaylik. Odamlar hozir an'anaga aylangan o'quv markazlariga o'zi borib qatnab o'qishi. Endi onlayn ta'lim bizga yaqin 4-5 yil ichida kirib keldi va ommalashib ketdi birdan. O'rtada tushish bo'ldi va yana sekin-sekin o'sib kelyapti. Odamlar ishonchini qozonib. Mana shu onlayn ta'limda haqiqatdan ham til o'rganish, masalan sizning yo'nalishingizda rus tilini o'rganish haqiqatdan mumkinmi va offlaynda yaxshiroq emasmi? Juda ham ko'pchilikda bo'lgan savol. Hozir ham operator akamiz berdi-yu. Onlaynda suhbatdan oldin. Onlaynga qaraganda offlayn yaxshi emasmi? Onlaynda o'zi haqiqatda o'rgansa bo'ladimi degan savollar ko'p bo'ladi. O'zi bu yerda menimcha plus minuslarni aniq sanab bersa to'g'riroq bo'lsa kerak. Aynan til sohasida endi kasb o'rganish mumkin boshqa bo'lishi mumkin. Til sohasida qanaqa bo'ladi? Birinchidan offlaynda qatnash kerak bo'ladi har kun o'sha bitta lokatsiyaga. Bu vaqt degani har kun kamida yarim soat yoki 1 soat borish kelishga vaqt ketadi. Va bizi bu onlayn desa buni plusi o'sha vaqtda u mashq qiladi, o'zini ustida ishlaydi, til o'rganadi. Vaqtini to'g'ri taqsimlash evaziga. Birinchi bu onlayn plusi. Ikkinchi markazga borgandan keyin offlaynlarda shu odatiy hamma biladi 1,5 soat dars bo'ladi haftada 3 kun. Bir xil. Va u 1,5 soatda nima qiladi? Ustoz birinchidan bir kun oldingi vazifalarni tekshiradi o'quvchilarni. Keyin yangi mavzu tushuntiradi va vazifalar beradi. Buni o'ziga shu 1,5 soat darsni 40 minut 50 minut ketadi-da biz tahlil qilib chiqqanmiz. Onlaynda nima qiladi? Haftada 3 kun tayyor shu video darslarni ko'radi-da, o'rganadi u yerdan. 3 kun bo'ladigan, haftada 3 kun bo'ladigan 1,5 soat Zoom darslari orqali u hech qanaqa uy ishi tekshirishga, mavzu tushuntirishga vaqt ketmaydi. 1,5 soat faqat amaliyot qiladi. Shu nuqtai nazardan offlaynga qaraganda onlaynda til o'rganishda effekt ko'proq. Ya'ni onlayn effekti ko'proq offlaynga qaraganda. Chunki yuqorida aytganimdek, 1,5 soatda 1,5 soat vaqtdan onlaynda samarali foydalanasiz. Bu ikkinchi plusi. Uchinchi plusi offlaynda siz bir kun darsga bora olmay qolsangiz har xil sabablarga ko'ra siz o'sha kuni tushuntirilgan mavzudan qolib ketasiz. Va sizga ustoz alohida ertasi kuni bir o'ziga tushuntirishga to'g'ri keladi. Endi hamma odam to'g'risi kecha yarim soat yoki 40 minut tushuntirgan darsini sizga yana 40 minutga tushuntirishga anaqa qiladi-da. Taxminan buni qisqartirib 10 minut 15 minut tushuntiradi offlayn o'quv markazida. Bir o'ziga bo'lganda 10 minut 15 minut tushuntiradi va tasavvur qiling bir kun oldinga berilgan yarim soatlik ma'lumot sizga endi bir o'ziga qisqartirilgan holatda kelyapti. Qabul qilish qiyin. Onlaynda buni yechimi esa tayyor yozib olingan video darslar. Bu ko'rolmay qoldim, o'shani boshqa o'quvchilar qanaqa sodda formatda qabul qilgan bo'lsa, bu ham shu formatda qabul qiladi. Ya'ni bir xil tushuntirilgan standart darsliklar vaqti bo'lmay qolsa ham, keyinroq bo'lsa ham ko'ra oladi. Ana darsga kela olmay qoldi, offlayndagi o'quvchi bo'ldi, ma'lumotlardan qolib ketdi. Bu esa darsga kela olmay qolsa ham keyinroq kirib ko'ra oladi darsni. Bu menimcha 3-plusi. Yana qanaqa tomoni bor? Bizda aynan til o'rganayotgan auditoriya yosh kattaroq ishlaydigan yoki universitetda o'qiydiganlar. Ular ba'zida ya'ni ishlaydiganlar har xil auditoriyada offlaynda o'tirganda uyalishadi-da ustozdan savol berishga, boshqa qilishga. Endi tushunishi shuni ham bilmaydimi degan fikr bo'ladi degan ma'noda. Hozir shunaqa savolni bersam, mana bunaqa fikrga borib qolsa, noto'g'ri fikrga. Yoki ba'zida bir marta berib ham ko'radi, ikkinchisidan qayta tushuntirganda yana tushunmay qolsa bo'ldi, boshqa aniq so'ramaydi. Yana so'rasam endi uyat deydi-da. Baryer bo'ladi-da, keyingisida yengib o'ta olmaydi. Shunaqa. Onlaynda esa bu narsani birinchidan tushunmay qolsa tayyor dars-ku. Qayta yana joyiga qo'yib ko'rish mumkin.
Xohlagancha. Bu birinchi yechim. Ikkinchi yechim esa bizda onlaynda ustoz bilan primoy anaqa alohida kontakt bo'ladi. U anaqa qilib Ya'ni so'raydi. o'quvchi bilan ustoz o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqot. To'g'ridan-to'g'ri dars muloqot. bo'yicha. Telegram yoki boshqa orqali bu yerda hech kimdan uyalmasdan o'zini tushunmagan, bilmaydigan, qiynalayotgan joylarni bemalol ustoziga aytadi. Va bu yechim. Qarang, mana kurs o'zi qancha muddatga mo'ljallangan? Bitta o'quv kursi. Noldan boshlaydigan bo'lsak, masalan, rus tilini o'rganaman desa, umuman o'sha platforma o'qituvchi bilan birga ishlash bilan qo'shib hisoblaganda 1 yilga boradimi? 6 oylik jarayonmi? Shu Fayoz savoliga qo'shimcha qilsam, o'zi umumiy til o'rganishdagi yondashuvga qilaylik. Umumiy til o'rganishda qancha vaqtda odam haqiqatan til o'rgansa bo'ladi? Masalan, sizni keysingizda rus tilini. Endi buni offlayn, onlayn turga bo'laylik. Offlaynda bunaqa, misol bilganingiz, onlaynda ustun tarafi bo'lsa, uni aytsangiz. O'zi tilni menimcha odatda 1 yil yoki ja cho'zilib ketsa 2 yilda o'rganadi. Lekin bizning mahsulot eng qizig'i 3 oyga mo'ljallangan. Rus tili mahsuloti 3 oyda. G'alati eshitilishi mumkin. Tilni 1 yilda o'rgansa bo'ladi, lekin nimaga mahsulot 3 oyga? Chunki bu tilni o'ziga ham bog'liq. Qaysidir tilni siz 2 yilda, 3 yilda o'rganasiz, 5 yilda o'rganadigan tilni. Qaysidir tilni 1 yilda, qaysidir tilni mana rus tilini biz 3 oyda o'rganishga harakat qilamiz. Bu eng tez yechim sifatida. Qanday qilib deydigan bo'lsa, o'zbek xalqi mana maktabda rus alifbosini o'rganadi. Rus she'rlar yodlaydi, boshqa qiladi. Ya'ni rus tili yoshligidan hamroh bo'ladi, baribir. Yoshligidan hamroh bo'lib kelyapti, tanish tilga aylangan, hattoki gapiradigan 10 ta so'zimizdan bitta ikkitasi rus tilida chiqadi. Ya'ni udalit kutilmagan holati qo'shilib ketadi muloqotga. Va bunani qo'shmasak ham biz bilamizda. Ya'ni hozir aytaylik, mana nemis tiliga qaraganda rus tilida hammani so'z boyligi ko'proq bu yerda. Shunaqa. Kamida 200 ta, 300 ta so'zni biladi rus tilida. Shuni hisobiga rus tilini aynan o'zbek xalqi yoki O'rta Osiyo xalqlari boshqa tillarga qaraganda tezroq o'rgana oladi. Chunki baza borda, yoshlikdan shakllanib kelayotgan. Va bu bazani evaziga biz maksimalni tezlashtirgan, qisqartirilgan yo'lda muloqot darajasiga 3 oyda olib chiqamiz. Ya'ni Fayoz akaning savollariga javob. Biz 3 oyda hozirgi o'zbek xalqi darajasi bu 0 deb aytib bo'lmaydi buni. 1% bo'lsa ham biladi. Shu eng kamida. Kamida. Bilim darajasidan boshlab muloqot darajasigacha 3 oyda olib chiqamiz. Lekin undan keyingi darajalar ham bor-da baribir. Ya'ni xatosiz yozish, yanada muloqot jarayonida ilmiy darajada endi. Ilmiy darajada aksentsiz gapirish. Umuman shu 3 oydan keyin uni o'rganmaganligini nima bilan o'lchaysizlar? Birorta sertifikatimi, masalan, ingliz tilini o'rganganda IELTS sertifikati bor, rus tilida ham bilaman, qanaqadir sertifikatlari bor, adashmasam, imtihon topshirib oladigan. Shu 3 oy o'qidi, bo'ldi. Xo'p, nima bilan o'lchanadi uni o'rgangani? Xo'p, o'zini muloqot darajasi bilan o'lchaymiz va o'zimizni imtihonlarimiz bor. 3 oydan keyin imtihon topshiradi. Imtihondan o'tish kerak bo'ladi. O'tmasa, qo'shimcha darslar ham qo'yib beriladi. Yana shu imtihondan o'tib, bizni va'da qilgan, o'zi xohlagan darajaga olib chiqquncha. Endi shu joyda qo'shimcha dars deyapsiz, unga qo'shimcha pul to'lov qilmaydimi? Agar o'zli taraflama darsini qoldirib, darsiga qatnashmagan bo'lsa, to'lov qilishi mumkin. Lekin hamma biz aytgandek qilib harakat qildi. Lekin natijaga erisha olmadi. Bu holatda biz natijaga olib chiqamiz. Olib chiqquncha o'qitamiz o'zimiz tarafdan. Ikki taraflarga bog'liqda, ikkinchi tomondan ham qilish kerak. U aytaylik, ana qilish mumkin. 1 oy dars qildida, keyin bir kun kirib, bir kun qatnashmay yuraverdi. Bu yerda o'quvchini o'ziga bog'liq bu holatda. Lekin auditoriya nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, sertifikat masalasiga kelsak, o'zi auditoriyamizning asosiy maqsadi muloqot qilish. Muloqot darajasiga chiqdimi, bizda bor bazasi yaxshiroq o'quvchilar 1 oyda, 2 oyda natijaga chiqib ketadiganlar ham bor-da. Bo'ldi, menga shu natija yetadi, rahmat deb turib o'qishni to'xtatadiganlar bor. Chunki ularning bazasi oldin maktabda yaxshiroq o'qigan rus tilida, tizimlashtirib o'rganib. Shunaqa bizda o'rgandi, tez anaqaga muloqot darajasiga chiqib ketdi bo'ldi. Shuning uchun yakunda o'zi 3 oydan keyin muloqot darajasiga chiqdimi, ularga qiziq emas, yana sertifikat olish, boshqa qilish. Chunki u ishi bor-ku. Muhimi ishida kerak, real natija kerak. Shunaqa og'rig'iga yechim topdi bo'ldi. Hozir mana segmentlarga bo'ladigan bo'lsak, sizda to'g'ri O'zbekistonning hududida
o'qiyotgan, ishlayotganlar ham bor dedingiz, tadbirkorlar ham bormi? Mana hozir O'zbekistondek davlat so'nggi vaqtlarda nafaqat ichki tadbirkorlik, balki tashqi davlatlar bilan hamkorlik aloqalari kuchayib, faollashib boryapti. Tadbirkorlarimiz ko'ramiz, arab davlatlariga boradi va Osiyoning boshqa davlatlariga boradi, kerak bo'lsa Yevropa davlatlariga borib, o'zini mana shu sohadoshlari, ya'ni tadbirkorlik bo'yicha hamkorlarini topib muloqot qilyapti-da. Aytaylik, mana shu rus tilida gaplashuvchi, ikkinchi til rus tili bo'lgan ko'plab davlatlardagi tadbirkorlarda ham O'zbekistondan tashqarida boringki, yana Qozog'iston yoki Qirg'izistonda hamkorlarni topadigan bo'lsa ham, asosiy gaplashadigan tili baribir rus tili. Shuning uchun til bilmagan tadbirkorlarga biroz hamkorlar bilan kelishuv qilish, shartnomani ko'rib chiqish, boshqa masalalarda qiyinchilik bo'lyapti. Ana shunaqangi tadbirkorlar uchun ham qanaqadir qo'llanma bormi yoki mana shu universalmi ular uchun? Xo'p, o'zi tadbirkorlar yoki kattaroq lavozimda, yuqori lavozimda ishlaydigan mutaxassislar, davlat xodimlari bizani shu o'quv dasturimizda o'qishadi, shu kursimizda o'qishadi. Faqat ular o'zini moliyaviy holatidan kelib chiqib, imkoniyatlaridan kelib chiqib, ular eng yaxshi kursda o'qishadi, ya'ni tarifda, eng yaxshi tarifda o'qishadi. Demak, tariflar bor. Ha, har xil tariflar bor. Ana nisbatan arzonrog'i, hamyonbop, o'rtacha bor. Hamma shu sifat ichiga kiradi. Faqat yana plusi bor, eng qimmati bu VIP. Ular VIPda o'qishgan evaziga ularga aynan VIP o'quvchilarimizga dars o'tadigan alohida ustozlarimiz bor. U ustozlar shu VIP o'quvchini sohasiga qarab dars o'tishga maksimal harakat qiladi. U doktor bo'lsa, doktorga ko'proq moslab o'tadi, o'zining sohasiga moslab o'tadi. Biznes egasi bo'lsa, biznes egasiga moslab o'tadi. Shunaqa darajadagi kuchli mutaxassis ustozlarimiz, Zoom orqali dars beradigan ustozlarni nazarda tutaman. Shular sohaga moslab ketadi, lekin o'quv dasturi bir xil. VIPda ham sohaga moslanadi, ham darajaga moslanadi. Endi eng qizig'ida shu joyda. Hozir sohaga qarab deyapsiz-ku, bitta rus tilini zo'r bilgan ustoz hamma sohani ham yaxshi bilmaydi. Shu kadr masalasida qanaqa bo'lyapti? Jamoadagi shunaqa kuchli mutaxassis o'qita oladigan, masalan, tibbiyot yo'nalishida rus tilisini kuchaytirishga yordam beradigan ustoz mana shu tibbiyot sohasini nisbatan yaxshi bilishi kerak-da. U pedagogika sohasida o'qigan, tibbiyotga unchalik kirmagan bo'lsa, qanaqa qilib u bilan muloqot qiladi? Va siz bunaqangi kadrlarni qanaqa qilib yig'gansiz jamoat? Shu joyiga ham to'xtalib ketaylik. O'zi bu narsaga menimcha tizim tariflamay ko'proq tushuntirsak tushunarli bo'ladi. Bizda onlaynda o'quvchilar onlaynda o'qiydi, qo'shimchasiga ustozlarimiz ham onlaynda ishlaydi-da. Ofisimizda esa nazorat bo'limi, asosan boshqaruvdagilar, marketingda menejerlar, support ustozlar, shular assistent ustozlarimiz ofisda ishlaydi. Qolgan asosiy ustozlar, Zoom orqali dars o'tadigan ustozlar, ular onlayn ishlaydi. Biz ularni onlayn ishga qabul qilamiz, onlayn ish bilan ta'minlaymiz va o'quvchi bu yoqda bo'lsa, bu bir qaysidir viloyatda, ustozimiz qaysidir viloyatda, Toshkentda, onlayn o'zining uyida. Shuni evaziga bizda mana bu lokalniy biznes bo'lmagani uchun ustozlar masalasida unchalik katta muammo yo'q. Ya'ni nima deydi? Rossiyada ishlaydigan ustozlarimiz bor. U yoqda o'zi biznesni qilib qo'shimcha dars o'tadigan ustozlar bor. Yaxshi ishlaydi, qo'shimcha bizda dars o'tadi. Boshqa davlatlarda ishlaydigan ustozlarimiz bor. Onlayn biz bilan ishlaydi. Va bizda bu yerda shu o'quv bo'limimizda aynan shunga mas'ul xodimlarimiz bor. Shu 100 ta ustozdan bittasini saralab olishadi. Va saralab olingan ustozlarni yana 15 kun, 20 kun davomida ustozlarning o'quv dasturidan o'tkazib chiqishadi. Ya'ni o'zi 100 ta ustoz yoki bir 70 ta 80 ustozni kandidatni orasidan bittasi saralab olinsa, ustoz shu saralab olgan ustozni yana 15 kun, 20 kun davomida head teacher deymiz, shu mentorlarimiz o'qitadi. Ustozlardan yana moslashtirib o'qitadi. Mana bizning o'quv dasturiga moslashtirib o'qitadi. Va shuni evaziga shu yerda biz eng to'plarini har xil sohalarda tushunchasi borlarini, endi tajribasi demaymiz. Misol uchun biznesda ozgina tushunchasi bor yoki boshqa sohada tushunchasi borlarni ko'proq shu siz yuqorida aytganingizdek
VIP tarifida o'qiydigan o'quvchilarga moslashtirib oladi. Lekin bu degani qolganlaridan katta farq qilmasligi mumkin. Bular ham o'ziga yarasha tajribasi katta-da. O'rta standart guruhlarga dars beradigan ustozlar. Zo'r. Mana jamoat tuzish haqida, kadrlar tanlash haqida gapiryapmiz. Ikkita savol. Qanday insonlarni sizlar asosan jamoalarga qo'shib olasizlar va qanday insonlarni jamoaga qo'shmaysizlar? Va bu holat boshingizdan o'tgan bo'lsa, jamoa yig'ishdagi qandaydir xatoliklar bo'lgan bo'lsa, uni keysida bir aytib ketsangiz bo'ladimi? Xo'p, qanaqa insonlarni o'zi jamoamizga ishga olmaymiz? Birinchidan, qadriyati to'g'ri kelmagan insonlarni jamoaga ishga olmaymiz. Haqiqatda tajribasi bo'lsa ham, o'zini sohasini kuchli mutaxassis bo'lsa ham, qadriyati to'g'ri kelmasa, jamoaga ishga olinmaydi. Shunaqa bo'lgan, keys bo'lgan. Tajribasi bor, yaxshi bir mutaxassisni ishga olganmiz. Lekin o'zimizni tajribamiz, ya'ni jamoa yig'ishda tajribamiz bo'lmagani uchun qadriyat tomonlama filtr qilmagan ekanmiz. O'sha paytda keyin bildik, qaraymiz, mutaxassis, tajribasi bor. Qarasa qadriyati ozgina ishlagandan keyin bilinyapti, to'g'ri kelmayapti bizga. Qaysi ma'noda? Misol uchun ofisda ham qiz bolalar, ham o'g'il bolalar ishlaydi bizda. Qiz bolalar kimnidir qizi, farzandi, singlisi, opasi va ularga qanaqadir gaplar, ortiqcha gaplar, chegaradan chiqishlar bo'lyapti-da. Shunaqa paytda ko'ramiz, demak qadriyati bor, qadriyati to'g'ri kelmaydigan insonlarni demak ishga olmasligimiz kerak. Birinchi navbatda qadriyat ekan, tomonlama filtrlaymiz. Ikkinchi navbatda mas'uliyat tomonlama. Mas'uliyati bo'lsa, yonib turgan bo'lsa, vazifasiga vaqtida yondashib, o'quvchini misol uchun savoli bo'lsa, vaqtida o'quvchining savoliga javob berib, o'quvchi tushunmayotgan bo'lsa, shu alohida kerak bo'lsa, o'quvchi bilan alohida bir o'zi bilan zoom qilib, "Ke, men senga mana shu joyga tushuntira olaman, guruhdagilarga yetkazib olaman" deb mas'uliyat bilan yonib turgan bo'lsa, shunaqa tomoniga qarab olamiz. Ya'ni o'zi belgilangan savollar bor-da, "Men bunaqa jarayonda qanaqa yechim qilasan? Men bunaqa jarayonda qanaqa yechim qilasan?" Shu savollar orqali biz ularning ishiga bo'lgan mehrini, mas'uliyatini birinchi savolda maksimal bilishga harakat qilamiz. Keyingi anaqada tajribasiga qarab tabiiy. Tajribasiga. Mana shu 3-4 punkt. Mana xodimlarni hozir tekshirib olamiz deyapsiz-ku, tekshirib oldingiz, mayli hamma sinovdan o'tdi. Undan keyingi etapda siz kontrolingiz qanaqa bo'ladi? Qanday kontrol qilasiz uni? Haqiqatda o'zini vazifasini, nazorat. Haqiqatda o'zini vazifasini sidqi dildan bajarayotganini birorta bir qo'lingizda rechak bormi ularni nazorat qila oladigan? Ha. Bizda anaqa o'quv bo'limi, telesotuv bo'limi, marketing bo'limlari bo'ladigan bo'lsa, birorta bo'limga ham bo'ysunmaydigan, kerak bo'lsa shu bo'limlarning boshlig'i, direktorga ham bo'ysunmaydigan alohida sifat nazorat bo'limi bor. U asoschiga bo'ysunadi, siz bilan ishlaydi. Faqat men bilan ishlaydi va o'sha sifat nazorat bo'limi hamma anaqani jarayonni nazorat qiladi. Asosan o'quv bo'limidagi jarayon nazorat qilinadi. Aytaylik, bizda onlaynda ishlaydigan bir 50 ga yaqin ustozimiz bor. Ular o'z joyida o'tirib o'zligini uyida o'tirib, ofisida o'tirib ishlashadi va ular har kuni bitta-ikkita guruhga dars berishadi. Bu degani har kun misol uchun qaysidirlar 3 taga, 4 taga, endi kamida aytayapman. Har kun 100 ta 150 ta dars bo'ladigan bo'lsa, hamma darsda to'liq yozib olinadi, zapis bo'linadi va hisobotlar yuboriladi ustozlar tomonidan. Mana darsimni boshladim, mana darsimni tugatdim, mana darsimni zapisi va kecha bo'lgan to'liq darslarni, zapislarini va vaqtida boshlangan, vaqtida tugatganlarni sifat nazorat bo'limi har kun tekshirib o'tiradi. Va boyagi darslarni to'liq zapisini ko'rib chiqishadi. Shu 150 ta dars bo'lsa, 150 ta dars ko'rib chiqiladi. Bir kunda. Ha. Ustoz tomonlama dars qanaqa o'tildi? O'quvchilarga bo'lgan muomalasi qanaqa bo'ldi? Ustozni o'zi onlaynda bo'lganda har xil holat bo'lishi mumkin-da. Ustoz onlayn uyda dars o'tyapti, yonida bolasi yig'lab qolishi mumkin, shovqin qilib qolishi mumkin. Dars bo'ladi. Shunaqa holat bo'lmaganmi? Ustoz dars o'tyapti, orqasida shovqin yo'qmi? Ovoz tiniqmi? Kamerasi tiniqmi? Internet yaxshi ishlayaptimi? Darsga ustoz tayyorlanganmi, yo'qmi? Va bu dars jarayoni. Va undan tashqari har bir ustoz o'zini lichkasidan, ya'ni o'zini shaxsiy telegramidan, telefon nomeridan foydalanishga haqqi yo'q bizda. Aynan markaz taraflama har biriga imkoniyat shu telegramlar, aloqa vositalari ta'minlab beriladi va bu aloqa vositalariga har biriga bizda dostуп bo'ladi. Har kun tekshirib turamiz, o'quvchiga vaqtida javob beryaptimi, javob bermayaptimi.
necha soatga kechib ketyapti va javobi qanaqa sifatli bo'lyapti. Va imkon qadar biz ustozlarga aytamiz, misol uchun bo'ladi, o'quvchi shunaqa bir dardini aytib qo'ygan bo'lsa, bitta like bosib qo'ygan bo'lishi mumkin-da Telegramda. Shunaqa holat bo'lmayaptimi? Qani o'quvchiga qanchalik e'tibor bilan yondashyapti, shuni nazorat qilinadi. Agar vaqtida javob bermasa, jarimalar oldin ogohlantirish qo'yiladi, keyin yana takrorlansa jarima qo'yiladi. Keyin uni sifatida ustida ham ishlanadi. Imkon qadar biz aytamiz, ovozli xabar orqali javob bergan o'quvchilarga. Kimnigadir matn bilan moslashib, kimgadir ovozli xabar bilan. Ya'ni shu taraflama sifat nazorat bo'limi har kun yozishmalarni o'quvchilar bilan bo'layotgan darslarni to'liq nazorat qilib turadi va tayyor hisobotlar taqdim qiladi. Mana bu darslarda sifat tushib ketdi. Bizda anaqa bor. Darsning sifati belgilanadi raqamlarda. Foizda 100%, 90%, 80%. Qaysidir kuni darsning sifati tushib ketsa, bu yerda ko'rinadi raqamda, dars sifati tushib ketdi. Darrov bo'lim rahbari o'sha sifatsiz dars o'tgan inson chaqiriladi-da, darrov ogohlantirish beriladi, ertadan to'g'irlash kerak keyingi dars. Tushundim. Hozir mana raqamlar bor dedingiz, masalan, qizil, sariq, yashil, masalan, ranglarda ajratadigan bo'lsak, boya aytganidek, uni hozir qo'lda qiladimi? Har bir ko'rib nimadan bitta nazoratchini o'zi nima deydi, inson omili orqali bu narsa bajariladimi? Hozir mana sun'iy intellektdan foydalanish kuchayapti-ku, ayniqsa bu onlayn maktablarga menimcha qo'l kelishi mumkin-da baholash uchun. Bu borada qanaqa o'ylovlaringiz bor sizni? Bizda hozir nazorat taraflama sun'iy intellektli qo'yilmadi. Endi men bunaqa fikrlayman. Jamoamiz yoki mana yaqin akam bor-da-ku. Akam ko'p mana shu tizim taraflama xodimlarga mana shu narsani qilaylik, mana shu narsani qilaylik ko'p taklif bildiradi. Men ko'p qanaqa taklif bildiraman? Xodimlar o'quvchilarga mana bu narsani qilaylik, mana bu narsani qilaylik degan taklif bildiraman. Siz klient o'ylaysiz, mijoz o'ylaysiz-da. Shunaqa. Xo'p, sal qiyinroq ishlasak ham endi o'zi sharoitga ham maksimal harakat qilamiz, sharoit bilan ta'minlashga ham tizim taraflagan. Lekin birinchi navbatda hozir biz ishlayotganimiz o'quvchilarga sun'iy intellektni qo'shish. Keyin anaqa bu yog'iga ham sekin joriy qilish sun'iy intellektni. Hozir prioritetimizda sun'iy intellekt o'quvchilarga yordamchi sifatida qo'shish bo'lishi kerak. Assistent bo'lishi kerak. Ilova ishlab chiqish xudo xolasa ustida harakat etamiz. Bu shu sun'iy intellekt orqali o'quvchi xohlagan paytda praktika qilishi, yordam olishi, boshqa qilishi mumkin. Shu taraflama ko'proq harakat qilyapmiz. Keyingi etaplarda mana shu bu endi yuqorida xodim sonini kamaytirish, bu yoqda nima deydi, tashkiliy ishlarda yengillashtirishi mumkin sun'iy intellekt. Kompaniyaga yordam beradi, asoschiga yordam beradi, komandaga yordam beradi. Mana prioritetimda, komandamizning prioritetimizda hozir o'quvchiga yordam bersin. Sifatli yordam bersin. Birinchi o'quvchiga nisbatan yordam sifatida qo'llamoqchisizlar. Shunaqa. Mana o'qituvchilar nazorati haqida gapirdingiz. O'quvchilar nazorati qanaqa bo'ladi? O'quvchilarni nazorati o'zi platformada statistikalar olib boriladi. Agar o'quvchi darsga kirmasa yoki platformadagi o'sha tayyor darslarni ko'rmasa, bilinadi bu yoqda. Darsga kirmasa, ustoz yo'qlama qilib anaqaga platformaga kiritadi yoki dars ko'rinmasa avtomatik tarqatishda bilinadi. Bizda buni nazorat qiladigan assistent ustozlar bor. Asosiy ustozdan tashqari ofisimizda o'tirib ishlaydigan assistent ustozlar bor. Bir kun darsga kirmadim, ertasi kun telefon qiladi, aka nima darsga kirmadingiz? Bir kun anaqa darslikni ko'rmadimmi, telefon qiladi, nima dars qilmadingiz aka? Teshlaymi? Nimaga? Chunki agar o'quvchi darsga kirmasa, bularga gap keladi-da bizning jamoamizga. O'quvchi darsga kirmayapti, nimaga kirmayapti? Sen qayerga qarayapsan? O'quvchi bilan qiziqtira olmayapsan yoki o'quvchini misol uchun qaysidir joyda o'quvchi tushunmay qolgan bo'lishi mumkin-da, uyalib so'ramay keyin o'rgana olmasam kerak deb tashlab yuborayotgan bo'lishi mumkin-da. Shu holat bo'lmasligi uchun bir kun qoldirdimi, darrov aloqaga chiqadi. O'quvchiga kerak bo'lsa qiziqtirib, kerak bo'lsa iltimos qilib shu darslarni qildiradi, mana shunaqa qilib nazorat qiladi. Maqsad natija. Maqsad natija. Hozir har qanday kasb faoliyatda u tildan qat'iy nazar, o'zi bilgan tildan boshqa tillarni, ya'ni qo'shimcha til sifatida o'rganishi, bu albatta unga yangi imkoniyatlarni ochadi-da. Mana suhbatimiz boshida Mirzo Ulug'bek do'stimiz aytdi, anaqa to'la o'qisam aldab ketmaysizlarmi degan shu joyga bitta savol hozir chiqib qoldi.
umuman to'lov o'zi qanaqa shaklda bo'ladi sizlarda? Masalan, 3 oylik kurs deyapsiz, balki boshqa etaplarda 6 oyligi bordir. U oyma-oy to'lov qilinadimi yoki bitta shartnoma qilinib, to'liq summa to'lanadi, keyin 3 oy o'qiydi. Shunaqa bo'ladimi? Qanaqa o'zi tartibi demoqchiman. Unisi ham bor, bunisi ham bor. Oyma-oy to'lasa ham bo'ladi demak. Oyma-oy to'lasa ham bo'ladi, bittada to'lasa ham bo'ladi. Biznes nuqtai nazardan, o'zi umuman o'quvchi nuqtai nazardan ham agar bittada to'lasa, o'ziga qulayroq. Qulayroq. Nima uchun bu savolni beryapman? Men o'zimni shaxsiy tajribamda bo'lgan, jiyanimni ingliz tili bo'yicha xuddi shunaqa onlayn maktabda, o'zi Rossiyada, masalan, O'zbekistonda Toshkent shahridagi ingliz tili maktabida o'qitganman. Boshlang'ich 6 oy to'lovini qilib berganman. Boshida bir 2 oymi 3 oy yaxshi ketgan. 3 oydan keyin o'qituvchini topib bo'lmaganda, telefon qilaman, haligi nima bilan bog'lanaman. Hozir qani o'qituvchini topamiz, hozir gaplashamiz, ishlaymiz. Foydasi yo'qda endi. U haligi nima bo'lgandan keyin shartnomani keyin bekor qilganman. To'g'ri o'tib. Shunaqa holat sizlarda ham bo'lmasligi uchun qanaqa choralar ko'riladi? Masalan, oyma-oy to'laydigan bo'lsa, u haligi o'quvchida nima bo'ladi? Bu oy to'ladim, keyingi oy ham to'laydi. Bir martada pulini olib qo'ysangiz, bo'ldi, bir kun, 2 kun darsga kirmay qolsa, masalan, ishi bo'lmay. Keyin bo'ldi, bular aldaydi, endi o'rgatmaydi, qochib ketadi, bog'lana olmayman. Shunaqa narsalar bo'lishi mumkin-da, holatlar. Shu uchun shu savolni berdim sizga. Qanaqa bo'ladi to'lovi degan maqsadda. O'zi bu tomonlama shunaqa fikr o'tadi o'quvchida, agar to'lov qilsam, bir oy yaxshi bo'lsa, keyingi oy yomon bo'lib qolsa nima bo'ladi degan narsa. Bizda bunaqa fikr bo'lmaydi. Nimaga? Chunki o'zimizni jamoamizga, o'zimizni mahsulotimizga, tizimimizga ishonamiz-ku. Ancha yildan beri ishlab kelamiz va bunaqa holat bizda bo'lmagan. Shunaqangi ichkarida tartib qattiq, tizim kuchli. Agar bir kun dars bo'lmay qoladigan bo'lsa, hamma mashqda anaqasi bo'ladi. Hammaga jazo qo'yiladi. Ustozdan tortib bo'lim rahbari ham shu bo'lgan voqeaga javob beradi. Agar dars bo'lmay qolgan bo'lsa. Dars bir kun sizlarda ayblar bilan endi. Misol uchun aytaylik, ustozlarimiz yuqorida aytganimdek onlayn ishlaydi-ku. Bir kun aloqaga chiqmay qolishi mumkin-da. Aloqaga chiqmay qolishi mumkin. Yarim soat qolyapti darsga, 10 minut qolyapti, dars boshlamayaptimi? Bo'ldi, uni ustoz topish kerak bu yoqda. Menejerlar. Bo'lmasa boshqa ustoz qo'yish kerak. Eng anaqasi ustoz ogohlantiriladi. Ba'zan o'quvchilar ogohlantiriladi. Agar ustoz mazasi qochib qolsa, boshqa bo'lsa, hattoki variant ham beriladi. Ustozlaringiz shunaqa holat bilan mazasi bo'lmay qoldi, xohlasanglar boshqa ustoz qo'yib beramiz, to'xtab qolmaydi, xohlasanglar siz ustozlaringizni kutamiz. To'lov masalasiga keladigan bo'lsa, endi yuqorida aytgandek o'quvchidagi bu e'tiroz o'rinli, faqat bizda bunaqa holat bo'lmaydi. Agar bo'ladigan bo'lsa ham, ya'ni bizning taraflama kamchilik bo'ladigan bo'lsa, shartnoma qilamiz o'quvchi bilan. O'zi har bir o'quvchi bilan rasmiy shartnoma qilinadi va bu shartnomaga ko'ra agar bizning tarafdan darsda qilinmaydigan bo'lsa, darrov to'lov o'sha dars qilinmagan paytdan qaytarib beriladi. Ya'ni dars mabodo, hattoki to'liq to'lov qaytarib beriladi. Aytaylik, bir oy o'qidida, ikkinchi oyida ustoz tomonlama darslar vaqtida o'tilmadi, har xil nosozliklar bo'ldi bizning tarafdan. 3 oy o'tdi. O'quvchi atigi 1 oy sifatli ta'lim oldi. Nima bo'ladi? 3 oylik pul qaytarib beriladi unga. Bizning tarafdan shunaqa va'da beriladi va bu shartnomaga kiritilgan. Shuning uchun endi shartnomaga kiritib mas'uliyat zimmamizga qo'yganimiz uchun bunaqa holat bo'lmasligini o'zimiz aniqlaymiz. Nazorat qilasizlar. Bo'lmasa, haqiqatda o'quvchiga qaytarib berishimiz kerak, bu minusda. Endi bittada to'lash masalasiga keladigan bo'lsa, bizni o'zi qulay qilib qo'yganmiz, imkon qadar bittada to'lasa unga arzonroq ham tushadi kurs. Va buni asosiy plusi bor. Nimada deydigan bo'lsa, bizning tajribamizda ko'rgan narsa, oyma-oy to'lov qilsa, 1 oy to'laydi, o'qiydi. Keyin 2-oy to'laydi, o'qiydi. 2-oy qiynalishni boshlaydi-yu, charchaydi darsdan, ozgina boshqa qiladi. Ishlar ozgina ko'payib qolishi mumkin bir haftaga. O'sha paytda to'xtatsammikan degan fikr o'tadi-da. Yoki ozgina pul topishga qiynalsa, keyin to'xtatib turib, ya'ni yaxshi pul topgandan keyin o'qib olsammikan degan narsa bo'ladi. 2 oy o'qidi, pul topa olmay qoldi 3-oyda, to'xtatadi. Chala natijaga chiqdi-da, qoldi shu natija bilan. U 5-6 oydan keyin boshlayman dedi-da, 5-6 oydan keyin boshlaydi, faqat bu уже unutib bo'lib ketgan bo'ladi-da. Yana boshidan boshlashga to'g'ri keladi. Qachonki bittada to'lov qilsa bo'ldi, endi orqaga yo'li yo'q, ishim ko'payib ketsa ham o'qiyman, yakunlayman degan fikr bilan, maqsad bitta bo'ladi, orqaga yo'li yo'q bosadi. Endi orqaga yo'li yo'q,
orqaga yo'l bo'lishi mumkin. Agar mazasi qochib qolsa boshqa qilsa, biz u paytda to'lovni aniq qilamiz. Tushunarli. Zo'r. Erkinlik bu tanlovdan boshlanadi. Deylik kasb egasisiz, lekin ko'proq erkinlik va imkoniyatingiz bormi? Rus tilini o'rgangach, sohamda ko'plab imkoniyatlar ochildi va bu orqali ko'plab yutuqlarga va erkinliklarga erishdim. Men IT mutaxassisiman. Rus tili menga masofadan ishlash hamda xalqaro loyihalarga chiqishga imkon berdi. Men erkinman. Men ustaman. Rus tilini o'rganish orqali o'z kasbimda ko'plab imkoniyatlar va erkinlikka erishdim. Bu erkinliklarning barchasi bilimdan boshlanadi. Til bilan bo'lsa, yuksaladi. Ilm markazi O'zbekistondagi eng katta rus tilini o'rgatuvchi onlayn maktab bo'lib, bu yerda O'zbekistonda yagona bo'lgan zamonaviy metodika orqali rus tilini o'rganasiz. Darslarni maxsus platformada 5-10 yillik tajribaga ega bo'lgan C1, C2 darajadagi ustozlar o'tadi. Onlayn rus tili kurslariga yozilish uchun 55 kodi bilan 520 67 67 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Endi keling, mana onlayn biznesiga umumiy nuqtai nazardan qarasak, sizga o'xshagan mana hozir suhbatimizdan motiv olib yoki bo'lmasam ancha yillardan beri o'zi reja qilib yurgan tengdoshlaringiz bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam offlayn maktabda ish olib borib onlaynga o'tish istagida tayyorgarlik qilib yurgan insonlar bo'ladi-da. Ana shu odamlarga boshingizdan o'tkazgan keyslarda, ya'ni onlayn maktab boshlashda nimalarga e'tibor berish kerak va qaysi nuqtalar asosiy nuqtalar? Biznes boshlangan biznes pastga qarab ketib qolmasligi uchun. O'zi bu yerda o'quvchini har xil onlayn sohaga o'tayotganda har xil soha o'tishi mumkin-ku, kasb o'tishi mumkin. Mana yaqinda bir yaqin insonlarimiz keldida kimyo biologiya sohasida onlayn ta'limga o'tmoqchi, anchadan beri ishlab yurgan maktabi bor, onlaynga o'tkazmoqchi. Ularning sohasida umuman boshqa narsa-da. Onlaynda 1 yil, 2 yil shug'ullanish kerak o'quvchi. Har holatda o'zi muammolar ko'proq individual bo'ladi. Sferadan yoki o'quvchini talabidan, og'riqidan kelib chiqadi. Til sohasiga keladigan bo'lsa, o'quvchini muammolari qanaqa? Onlaynda bo'lgani uchun tashab qo'yish ehtimoli katta bo'ladi. Ishlari chiqib qoladi, boshqa bo'ladi va tashab qo'ydimi, bu degani natija kamayadi markazda. Natija kamaydi, keyin obro' kamayadi, o'quvchi kamayadi, boshqa bo'ladi. Shuni hisobiga maksimal harakat qilish kerak. O'quvchi ham tashab qo'ymasligiga mahsulotni shunaqa qilib ishlab chiqish kerak. Birinchi navbatda, ya'ni til kurslarida shunga fokus berish kerak. Mahsulot shunaqa bo'lishi kerakki, u ham qiziqarli bo'lsin, o'quvchi zerikib qolmasin va sodda bo'lsin. Ya'ni produkt ustida ishlasin. Asosiy birinchi masala produkt. Va produktni shunaqa tomoni bo'lishi kerak. O'quvchi gohida tashab qo'yish ehtimoli paydo bo'lganda ham, miyasiga birinchi shu fikr kelganda ham, o'sha fikrni yo'qotadigan produktini qismlari bo'lishi kerak. Assistent ustoz biza yechim berganmiz yoki boshqa yana qo'shimcha yechimlar bor. Ana shunaqa yechim berish kerak. O'zi umumiy aytadigan bo'lsa mahsulotda. Mahsulotni birinchi o'rinda shu qiziqarli, tushunarli bo'lishi va o'quvchini har doim mana soprovojdat qilib turish kerak-da. Qo'llab-quvvatlab kuzatib turish kerak. Keyingi bosqichlarchi, mana masalan, siz aytgan produktni qildi. Endi yana nima bosqichlari bor? Undan keyingi anaqada ko'proq marketing va tizim. Marketing va tizim, ya'ni mana shu mahsulotda o'qish jarayonini tizimlashtirish. Chunki tizimlashmasa uzoqqa bormaydi-da. Ya'ni marketing ham zo'r qilishi mumkin-da, o'quvchilar kelishi mumkin. Keyin u boshida yaxshi bo'lib turib, o'quvchi ko'paygandan keyin nazorat tizim bo'lmasa, nazorat qila olmaydi. Shu bilan mahsulot o'zi o'z kuchini yo'qotadi, effektini yo'qotadi, tizim ishlamagan hisobiga. Shuning uchun tizimlashtirish kerak. Endi u tizim juda chuqur narsa. Qanaqa qilib alohida mavzu qilib alohida mavzu. Endi keling, mana hozir sizni fikringizda biznesingiz siz ham hozir davom eta oladimi? Siz deganda qanaqa? Siz ichida operatsiyonkada yurishingiz shart emas. Siz boshqa loyihalarga bosh qotirasiz yoki bo'lmasam yangicha bir nima deydi, kreativ yondashuvlar topishda, izlanishda bo'lasizda, biznesdan xotirjamsiz. Shunaqa holatga chiqdimi hozir? Ha, shunaqa. Mana xabaringiz bo'lsa,
bu anaqa ancha oldin gaplashgandik bu suhbat masalasida va undan bir necha oy oldin ham faqat safarda bo'lib yurdim. Shu kungacha mana yaqinda safardan keldik. Hozirgacha kelamiz. Shu jarayon bir xil davom qilyapti. Sifat sekin o'sish bor. O'sish bor oldinga. Ana norozi o'quvchilar yo'q. Chunki yuqorida aytganimdek, men yo'q paytimda ham bu yoqda sifat nazorat bo'limi shug'ullanadi. Demak, Men sifat nazorat bo'limidan har doim mana aloqada bo'lib turib va qo'shimchasiga men o'zim shaxsiy brendimni bu yoqda rivojlantiryapman. O'zimning alohida akkauntim bor. Bu akkauntga o'quvchilar topishi juda ham oson. Mana kimdir norozi bo'ldimi? Tizim ishlamadi. To'g'ri menga murojaat qilishgan. Men Directingga 2 kundan bir, 3 kundan bir qarab turaman, misol uchun, kelayotgan xabarlarga. O'quvchi norozi bo'lyaptimi? Darrov aloqaga chiqaman sifat nazorati bilan. Nima bo'ldi? Zo'r. Endi eng zo'r qiziq savolni bu faqatgina rus tili nuqtai nazaridan emas, umumiy mana shunaqangi onlayn ta'limni yo'lga qo'yish uchun necha pul bilan biznes boshlasa bo'ladi? Bu ham menimcha sohaga qarab, agar mahsulot juda ham katta bo'ladigan bo'lsa, til o'rgatish deylik. Til o'rgatishga menimcha agar anaqa bo'lsa, bir ustoz bo'lsa, tajribasi bor shu sohada, 10-20 ming bilan boshlay olsa kerak. Hozirgi kunda 10-20 ming AQSh dollari bilan boshlash mumkin. Endi 10 mingga hozir ancha qiyinlashib ketyapti-da. 20 mingga boshlashsa bo'ladi. Shunaqa raqobat kuchaygan va bunda ham tushunchasi bor, tajribasi bor inson bilan. Chunki yaqinda bitta anaqamiz qiluvdi, misol uchun 20 mingga ham qiynaldi, tajribasi bo'lmagani uchun. Sohada tajriba yo'q, lekin offlaynda bor-da. Onlaynda yo'q bo'lganini hisobiga, ba'zi joylarda puli havoga o'chib ketib qoladi. Siz necha pul bilan boshlagansiz, agar sir bo'lmasa? Biz $200 bilan boshlaganmiz. $200 bilan boshlaganmiz. 20 ming qayerda, 200 qayerda? U qanaqa bo'lgan u keys? O'zi nimani hisobidan 200 bilan boshlagansiz? O'zi ochig'i, o'zi 200 ham ishlatmaganmiz, 200 boshlaganmiz, u cho'ntagimizda turgan, kerak bo'lib qolsa ishlatamiz deganmizda, 0 so'm bilan boshlaganmiz. Qanaqa bo'lgan? Yuqorida aytdim, boshida video montajyor operator bo'lganman deb. Men boshida video montajyor operator bu degani videolarni o'zim olganman, o'zim syomka qilganman, o'zim montaj qilganman. Keyin rus tilini o'zim Rossiyada chuqur o'rganib kelgandan keyin bu yoqda ustozlardan podachani o'rgatishni o'rgangandan keyin o'zim ustozlik qildim. Menejerlikni ham boshida o'zim qildim. Oilamiz bilan kvartirada turardik Toshkentda. Shu kvartirada bir chekkada, bir xonada kameram bor edi, bitta oldiga olib qo'ygan kompyuterim bor edi. Shu ikkala narsada sherigimiz bilan boshlangan narsa. Ochig'i boshida boshlangan paytimizda anaqa ham bo'lmaganda. Mana bunaqa stol ham bo'lmaganda kompyuter qo'yishga. Xon taxtani olib kelib olib turib, xon taxtani ustida qo'yib, o'zbekcha chordanaga qurib, shunaqa. Keyin boya $200 pulni biz nima qilganmiz? Investitsiya qilib olganmiz, tanishimizdan qarz qilib olganmiz, loyiha boshlayapmiz, pul kerak bo'lib qoladi bu narsaga, reklamaga, boshqaga deb. Keyin olganimizda qarasak, o'zi sekin daromadga chiqishni boshladi, borib turib qaytarib berganmiz. Rahmat, mana shu $200 deb. U ishlatilmaganda yo'q. Zo'r. Mana qoyil qoldim. Hozirgi boshida biznesni boshlashga ketadigan mablag' haqida gapirganingiz bilan va o'zingiz boshlaganingiz bilan, endi u paytda bozor bo'sh edi ham, shuni hisobiga ham. Bu paytda bozor bo'sh edi. Hozir endi marketing instrumentlaridan keng foydalanmasa bo'lmaydi. Mana hozir kuchayapti dedik-ku, raqobat ham sekin-sekin ko'payapti. O'zaro shu onlayn maktablar ham. Bugungi kunda endi onlayn biznesda offlaynga nisbatan moliyaviy pul aylanmasi ham shaffof bo'ladi, chunki onlaynda to'lov bo'ladi, boshqa bo'ladi. Menimcha bu savolga javob berishga qiynalmasangiz kerak. Marketing instrumentlariga yillik xarajatlar qancha ajratasiz? Hozirgi kunda o'rtacha 1 milliard atrofida ajratamiz. 1 milliard. 1 milliard. Bu yillik byudjeti? Yillik byudjet. Oyiga 80-90 milliondan to'g'ri keladi. 90 milliondan to'g'ri keladi. Endi investitsiyani qaytish qanaqa bo'lyapti? Yaxshimi? Necha foizni tashkil qiladi endi bu? Bu qaytishi aynan shu marketingga sarflanayotgan pullarni qaytishi anaqa aylanmaga qaytishi, sof foydaga emas, 5-6x ni tashkil qiladi. Zo'r. Endi keling, xatolarga to'xtalaylik. Mana shu maktabni tashkil qilayotgandagi
top 5 ta xatoyingiz o'zingiz nimada deb o'ylaysiz? Bo'lganmi shunaqasi? Orqaga qaytganingizda nimalarni qilmagan, takrorlamagan bo'lardingiz? Xatolar. Xo'p, orqaga qaytganimda menimcha umuman yo'ldan chalg'imagan bo'lardim. Bizda chalg'ish bo'lganda bir marta, ikki marta. Qanaqa chalg'ish deydigan bo'lsak, biz boshqa sohalarga ham qiziqib kirib ko'rmoqchi bo'lganmiz. Va shu vaqtda, misol uchun 4-5 oylab vaqtimni, fokusimni boshqa joyga sarflab qo'yganman. Menimcha bu juda ko'pchilikda bo'lsa kerak. Shunaqa. Masalan, shaxsan men ham boshimdan o'tgandi. O'zi juda ham keyin qarasam, juda ham ko'pchilikda haqiqatda bo'lar ekan bu. Bitta narsa o'xshagandan keyin, men bunga kirsam bu ham o'xshaydi deb o'ylaydi. Bunga kirsam bu ham o'xshaydi deb qanaqa harakat qilib ko'radi. U yoqda ham o'xshashi mumkin. O'xshaydi ham. Bizda ham misol uchun o'xshagan joylari ham bo'ldi. Lekin masala qayerda? O'sha vaqtni, shu energiyani, shu fokusni bu yoqqa berganimda, bu yoq hozirgi holatdan balkim 2 barobar ko'proq bo'lishi mumkin. Yaxshiroq natijada, hozirgi darajadan 2 barobar balandroq natijada turish ehtimoli katta edi. Chunki u paytda raqobat juda ham kam edi. Shunaqa. Birinchi menimcha shu xato bo'lgan. Ikkinchi tajribasizlik, jamoa yig'ishda juda ham ko'p aniq qilganmiz. Boshida ustoz tutmaganmiz. O'zimizni bilganlarimiz bo'yicha qilganmiz. U bilan ishlaymiz to'g'ri kelmagan, bu bilan ishlaymiz boshida to'g'ri kelmagan. Keyin 1 yildan keyin mentor tutib, aynan shu onlayn maktab yo'nalishida katta onlayn maktab qurgan, tizimlashtirgan inson oldiga borib, shogirdlikka tushib, nafaqat bir o'zim, balkim jamoamda hammani olganman, ofisimdan borganman-da, yo'q, sizni borib turib, ofisingizda, ofisingizni pulini to'layman. Keyinchalik yarimga yarim qilganmiz. Boshida o'zim to'lab turganman. Ofisingizni pulini to'layman. Mani komandam ham kelib shotda ishlasin. Men ham shotda ishlayman. Men sizga shogird bo'laman. Mani komandam siz komandangizga shogird bo'ladi deb turib, shogirdlikka tushganmiz. Bu ikkinchi qilgan xatoim shu deb bilaman. Tez shu ishni ertaroq qilmaganmiz. Ertaroq mentor deydi-yu, ustoz tutmaganmiz. Aynan biznes yo'nalishida. Shu bo'lgan. Uchinchi xatoimiz tizimlashtirmaganmiz. Boshida shu hammasi jaydarchi bo'lganda. Shu o'ylab tasavvurdagi harakatni yuraverganmiz. Shuning uchun hozir kelsa tizimlashtiring deyveramiz-da, o'zimizda bo'lgan og'riqda. Tizimlashtiring bo'lmasa, boshingiz keyin muammodan chiqmay qoladi. Faqat muammolar girdobida yuraverasiz. Tizimlashtirishga o'zi kuchingiz ham, vaqtingiz ham, energiyangiz ham qolmaydi. Boshida qilish kerak-da buni. Shunaqa, imkon qadar boshlayotganda tizimlashtirib turib keyin boshlab bo'lmaydi tabiiy. Boshlash jarayonida ketma-ket tizimlashtirib borish kerak. Qaysi bo'limni qursangiz, qaysidir xodimni yaratsangiz, qaysidir pozitsiyani yaratsangiz, standartlab qo'yishingiz kerak-da. Standartlab qo'yib, reglamentlar qo'yib, KPIlar qo'yib, aniq nima bo'ladi, u ketsa nima bo'ladi. Ya'ni jarayonda o'zi tizimlashtirib borish kerak bo'lgan. Zo'r. Biz mana shu narsani kech boshlaganimiz xatomiz bo'lgan. Demak, hozir 3 ta xato, taxminiy. Siz o'zingizni xulosa chiqarganlaringiz. Shunday. Tushunarli. Endi Alloh bergan, men sizni ijtimoiy tarmoqda ham ayrim ma'lumotlaringizga guvoh bo'ldim, videolaringizni ham ko'rdim. Endi o'shalardan kelib chiqib, o'zingizdan eshitmoqchi bo'lib ko'p savollarni berdim, chunki sizni boshqa YouTube platformasida boshqa suhbatlaringizni ko'rmadim. Kuzatuvchilar ham shu fikrlaringizni eshitmagan odamlar bo'lsa eshitsin degan ma'noda yetkazishga, savol berishga harakat qildim. Endi 7 yil, hozir endi 8 yil bo'ladimi shunda yoki qanaqa Rossiyada ishlagan paytlaringizda, oldin ishchi bo'lib ishlagan paytlaringiz va undan keyin oradan vaqt o'tdi, yana xuddi o'sha joyga bordingiz. Men videoda ko'rdim. Qanaqa hissiyot bo'ldi? Endi shuni ham ulashib ketaylik va o'sha joyda mana siz mana shu vaziyatdan o'zingizda iroda topib, harakat topib, ishdan tashqarida intilish topib, energiya bilan yorib chiqib ketdingiz. Patologdan-da o'tdingiz o'sha to'siqdan. Shu darajada hali ham yurganlar yoki bo'lmasam o'zida qat'iyat topa olmayotgan odamlarga qanaqa maslahat berasiz? Mana shu nima deydi, holatidan chiqib keyingi bosqichga o'tish uchun. Hozir birinchi savol qanaqa hissiyot bo'ldi? Borganingizda. Ikkinchi qanaqa maslahat? Xo'p, hissiyot qanaqa bo'ldi? O'zim ham bunga oldin ham bitta harakat qilganman. Aynan shu 2 yil Rossiyada zavodda oddiy ishchi bo'lib ishlaganman. O'sha paytda tinch yurmasdim. Zavodda bir nima ishlab tursam,
oldin faqat miyamda rus tilini o'rganardim. Lug'at yodlab boshqa qilib, ya'ni qo'l ish bilan bo'lardi, lekin miya nimanidir o'rganardi. Har xil narsalar o'rganib ko'rganman. O'sha paytda populyarniy mana beatbox yo'nalishi, og'izda musiqa chiqarish. Uni ham turib o'zimcha o'rganib ko'rganman. Keyin video syomkalarni o'rganib ko'rgan. O'sha paytda YouTubedan kurs olib o'rganib ko'rgandim. Keyin shunda bitta harakat qilganman. Aktyorlik bo'yicha zaifga tashlaganman bitta joyga ishga. Rossiyada yurib, musofir bola umuman o'ylamaydi. Qani topshirib ko'ray, aktyor bo'lib ketamanmi? Men shunga ham harakat qilib ko'rdim-da. Saytlarga kirib, rasmlarni yuklab, keyin chaqirib qolishdi bir kun. Keling dedi, suhbatlashamiz dedi. Xursand bo'lib ketdim. Aktyorlikka, kinoga telefon qilib chaqirishyapti. Mana bunaqa pistonchi kinoga tushasiz. Agar hozir suhbatda yaxshi o'tsangiz, anaqada yaxshi o'tsangiz, testlardan unda olamiz deyapti. Men xursand bo'lib ketyapman. Tasavvur qilishingiz uchun zavodni darvozasi bor, chiqib ketyapman. Ryukzagimni orqamga olib, xudo xolasa, endi shaharga-da, zavod chekkada, o'rmonda. Xudo xolasa, endi bu yerga qaytmayman degan tushuncha bilan qaytyapman-da. Kayfiyat zo'r. Bordim. Qarasam, o'la mashina bo'lib chiqdi, pulimni oldirib, boshqa qilib qaytib kelyapman. Shunaqa o'sha paytda hissiyot bo'lgan. Yana qaytib kelyapmanmi deb o'sha joyda qaytib keldim zavodga. O'sha menga berdi-da, endi qayta harakat qilaman deganlarda motiv berdi. Yana bir kun qaytib kelaman shu yerga, faqat boshqa odam bo'lib qaytib kelaman degan. Maqsad qilgansiz, o'sha paytda. Keyin sekin-sekin shu tilni o'rganib, o'sha yo'lni o'zida, zavodni o'zida ishlab, YouTube'ni yuritishni o'rgandik. Gapirishlarni o'rganib, o'sha paytda telefon qo'yib, kameraga qarab gapirib, 2017-yil bo'layotgan narsa. Keyin YouTube'ni rivojlantirib, bu sohaga o'tgandan keyin bordik. Hissiyotli qanaqa bo'ldi deydigan bo'lsa, o'sha oldingi ketgan paytlarim esimga tushdi. Bir marta chiqib, qaytib kela olganim, aldanib kelgan. Va shukronalik hissi juda ham odam savolni ko'p o'zimga berdim. Nimaga menga bunaqa narsa berdi Alloh? Nima qildi ekan? Endi men o'zim baholayman, biz ko'p harakat qilmadik. Harakatimizga qaraganda Alloh bizga ko'proq natija beryapti. Nimagadir shunaqa o'xshatish qilaman. 1 so'mlik mehnat qilyapmiz, 10 so'm beryapti. Nimaga degan savol beraman-da. Qiymati yuqori bo'lyapti. Qiymati yuqori bo'lyapti va shu savolni juda ham ko'p o'zimga berdi. Mana shunaqa hissiyot bo'lib keldi. Topgan javobim qanaqa bo'ldi? Bizdan oldin oyimlar rosa ko'p qiynalgan. Hayot zarbalariga uchrab, hozir tinmasdan duo qilyapti. Qolgan 9 so'mini shu oyimning duolari uchun Alloh beryapti ekan degan tushuncha bilan qaytib kelganman. Shunaqa bir zo'r hissiyotlar bilan kelganmiz. To'g'irlash uchun men haqiqatda o'sha zavodda borganimda qanaqa holat bo'ldi? 7-8 yil oldin insonga o'sha paytda shu yerda ishlagan insonlar hali ham yurganlari bor. Endi men ularni ayblashmoqchi emasman. Alloh ularga bergan rizqi shu. Lekin ichida haqiqatda o'zi taraflama harakat qilmayotganlari ham bor. Men ko'rib, qanaqadir xafa bo'lib ham keldim. Hattoki ba'zi o'sha akalarim ham bor, gaplashib. Qani necha soat telefonda foydalanasiz? Anaqa qilib gaplashib qarab ko'rsak, 8-9 soat telefondan foydalanar ekan. Vaholanki zavodda ishlaydi, misol uchun. Bizning ishimiz telefonda, lekin men statistika bo'yicha 4 soat foydalanaman. O'rtacha telefondan 4,5 soat foydalanaman. Umumiy, ijtimoiy tarmoq, telefonda muloqot qilish hammasi. Ijtimoiy tarmoqlar, misol uchun, yarim soatga o'tib ketmasligi kerak meni plankam bo'yicha. Endi boryapman-da, u yerda 9 soat, 8 soat mana shunaqa 10 soatlik anaqalar bor. Shularni suhbatlashib, kuzatib nima ko'rdim? Hamma oddiy shortsga, reelsga o'tirib qolgan. Bo'ldi, u yoqdan chiqa olmayapti. Vaqtini shunga sarflayapti. Vaqt shunga sarflayapti. Rossiyalik bitta prodyuser bor, Timachko degan. Timachko o'sha gapi bor. Hayotimni o'zgartirgan 2 soat degan tushuncha bor-da. Nima desa, men hayotimni atigi 2 soat o'zgartirdi. Qanaqa soat desa, har kun ajratgan 2 soatim deydi. Sendan o'zi ko'p narsa talab qilinmaydi. Kuniga 2 soat, xo'p, ajrata olmasang 1 soat vaqt ajrat. Ishingdan tashqari 1 soat o'zingga vaqt ajratsang, har kuni
365 kun bo'lsa, har kun 1 soat nimanidir o'rganishga, shuni ustida ishlashga ajratsang, bo'ldi, seni ham hayoting o'zgaradi. Katta ehtimol bilan 100% bo'lmasa ham dedi-da. Baribir joyida turmaydi-da, qandaydir o'zgarish bo'ladi. O'zgarish bo'ladi, albatta. Misol uchun kechagi mendan bugungi men o'rtasida farq bo'ladi o'sha paytda. Shuning uchun meni maslahatim shu 1 soat, 2 soat shunchaki o'ziga vaqt ajratsa, ozgina surib qo'yib yoki shundan foydalanib bo'lsa ham, o'zi telefon hozirgi paytda dunyodagi har qanaqa ilmga yo'l ochib beryapti-da, bepul yo'l ochib beryapti. Har qanaqangi ilmga. Shundan to'g'ri foydalanib, o'zini ustida ishlasa, o'zi keyin sekin yo'lni boshlayveradi-da, yo'lni ko'rsataveradi u yog'iga. Demak, vaqtini nazorat qilish kerak va o'zini rivojlanish uchun kuniga kamida 1 soatdan ajratib borsa, keyin sekin ko'nikma paydo bo'lgandan keyin uni 2 soatga aylantiradi, 3 soatga aylantiradi. Keyin uni monetizatsiya qilishni boshlaydi, pullashni boshlaydi. Vaqtini shunaqa o'sha anaqadan ajratgan vaqtidan birinchi manfaatni ko'radi-yu. Materialniy manfaat. Nimadir moddiy oladi, nimadir xarid qildi yoki o'shanga shu o'rgangan narsalar orqasidan pul keldi, boshqa bo'ldi. Bo'ldi, o'sha joyda lampochka yonadi-da. fikrlash o'zgaradi. O'sha paytda sezadi-da odam. Bizda ham birinchi marta shu bo'lganda, YouTubedan birinchi marta pul chiqqanimda va haqiqatda o'xshargan deb turib, keyin bir kuniga 1 soat ajratib yurgan bo'lsam, u 6-7 soatga o'zgarib ketganda. Birinchi marta o'sha narsani olganimdan keyin. O'zi bizda ham mana shunday qaraydigan bo'lsa, xuddi shu Mixail Timachkovning aytgan gapidek, zavodda ishlaganmiz 2 yil, anaqada ishlaganman, yana 1,5-2 yil, pekarnida pizza maker bo'lib ishlaganman. YouTube'da ham video qilgansiz bo'yicha. YouTube'ga ham bo'yicha video qilganman va tushunishingiz uchun zavodda kuniga o'rtacha eng kam ish soat 12 soat, o'rtacha 16 soat edi. Ya'ni 15-16 soat kuniga ishlardik. 24 soat ichida 15-16 soat. Ertalab soat 8 da ishga chiqasiz, 11 da ishdan kirasiz. Kechki soat 11 da. Ishlamaslik mumkin, 12 soat ishlash mumkin, oylik ham chiqadi. Va endi pizzeriyada, ya'ni anaqa pizza maker bo'lib ishlagan paytimda 12 soat edi. Xuddi undan kam emas. Bu degani, o'sha ish grafikasida men ham xuddi shunaqa 1 soat ko'p emas, 1 soat shug'ullanganman, ajratganman. Hammani o'rtoqlarimdan uzilib, boshqa hayotdan uzilib, to'xtalash 1 soatimni o'zimga ajrataman deb turib, shu anaqa bo'lgan. Shuni negizida rivojlanib, kichkina qor qilib turib dumalatsa katta qor bo'ladi. Shunga o'xshab 1 soatdan boshlanganda, demak, muvaffaqiyat sirini bundoq olib qaraganda zo'r, juda ham zo'r. Keling endi boshqa yo'nalishdagi loyihalaringizga ham to'xtalaylik. Mana ilm markazida faqat hozircha tili, rus tili. Kasbli loyihangizda-chi? U yerda shu zamonaviy kasblar o'rgatiladi. Boshida o'zi maqsad qanaqa bo'lgan? Ya'ni ilm markazini boshlayotganimizda Rossiyada ishlab kelganman 4 yil. U yerda jarayonni ko'rganman. Til bilmasdan ham ishlaganman. Til o'rgangandan keyin ham ishlaganman u yerda. Va o'sha o'rtasidagi farqni ko'rganman. Ya'ni til bilishimdan oldin zavodda 2 yil ishlardim. 16 soatdan ishlardim va dollarda $250 oyga pul topardim. Til o'rgandimda pizzeriyaga ishga qabul qilindim. Tajribam 0 bo'lsa ham meni ishga qabul qilishdi, o'rgatishdi. Va ish vaqti 12 soatga qisqardi. Oyligi esa kamida 2,5-3 barobarga oshdi. Ya'ni $600-700 o'sha paytda ko'tarildi. Bitta lampochka yonganda, til bilishi musofirlar qanaqa hayotini o'zgartiradi. Endi shu tushuncha bilan men qaytganman. O'zbekistonning Toshkentga kelib, maqsad bo'lgan Rossiyadagi musofirlarga rus tilini o'rgataman. Shu orqali ularni u yoqdagi og'rig'iga malham bo'lib, yaxshi daromad topishiga o'zimni hissamni tekkazaman deb turib niyat qilganman. Bundan keyin men bu bilan to'xtab qolmayman. Ularga til o'rgatgandan keyin yaxshi daromadga chiqishni boshlaydi-yu. Keyin o'zim biladigan o'sha paytda ham sochi video montaj syomkalarini bilardim, sochi kontent qilishni bilardim, u paytda ham kontent qilardik. Keyin kasb o'rgatishni boshlayman. U yoqda turib, kerak bo'lsa musofirchilikda turib, kasb o'rganishni boshlashadi va undan keyin kasb o'rgangandan keyin O'zbekistonga oilasi yoniga kelib, o'sha kasbda daromad qilaveradi. Men shunga hissa qo'shaman. Ya'ni musofir hayotini yaxshilayman, yaxshi daromadga chiqishiga hissa qo'shaman, kasb o'rganishiga hissa qo'shaman. Kasb o'rgangandan keyin O'zbekistonga kelib, shu kasb bo'yicha daromad qilishiga hissa qo'shaman degan maqsadi bo'lganda. Shuning uchun kasbli loyihasi mana 3-4 yildan keyin boshlangan. Keyinroq, yaqinda boshlandi, adashmasam. Shunaqa 2025-yilda boshlandi. Hamma narsani joy-joyiga qo'yib tizimlashtirganimizdan keyin
boshladik va u yerda hozir onlayn daromad qilish mumkin bo'lgan kasblarni o'rganishadi. Birinchi qanaqa content marketing yoki video guruhlik va hokazo bir nechta kasblarni o'rganadi. Hozir aktual content marketing. O'shani onlayn mana musofirchilikda o'qib yurishibdi hozir. O'zbekistonda ham o'qiyotganlar juda ko'p. Xursand bo'layotganim, musofirchilikda o'qib kasb o'rganyapti, ana videolarni qo'yib beryapti-da. O'sha yo'lni o'zida tasavvur qilishingiz uchun stretching kaskada, formada kontent olyapti, o'rganyapti o'ziga. Ana ish jarayonida olyapti-da. Ana u yoqda bilsangiz, ishxonada telefon ishlatish mumkin emas. Telefon ishlatish ko'rdi, shtraf qo'yishadi. Ular yashirinib bir nimalar qilib shu qiyinchilikdan o'tib kasb o'rganyapti. Inshaalloh kelsa, keyin hayotida o'zgarish bo'ladi-da, yaxshi ma'noda. Shunaqa, hayotida o'zgarish bo'ladi. Maqsad bo'yicha. Ko'z tegmasin zo'r. Yana bitta loyiha dedingiz, yaqinda boshladik dedingiz, lazzatli, adashmasam, catering xizmati. Shunaqa. Bu hozir qiziqda menga. Onlayn ta'lim bo'yicha ketyapsiz, bir-biriga bog'liq, kasbli ham, o'sha til o'rgatish ham, ilm markazi ham. Bu undan tashqari umuman boshqa tarafdagi biznesda bunda inson omili bor, chunki produkt tayyorlash kerak, kurlik tayyorlash kerak, boshqa qilish kerak, tashkiliy masalalari bor. Bu loyihani tashkil qilish qayerdan xayolingizga keldi? G'oya va buni yo'lga qo'yish qanday bo'ldi? Bugungi kunda holat qanaqa? Holati Allohga shukr, yomon emas. O'zi u loyiha yaqinda boshlandi, 3-4 oylikda. Va o'zi loyiha qanday qilib g'oya keldi va qanday qilib buni amalga oshirdik deydigan bo'lsa, g'oya kelishiga sabab biz mana shu 2025-yilda loyihalar ko'paygandan keyin niyat paydo bo'ldi. Nima qilsak, komandada samaradorlik oshadi degan. Keyin shu o'yladikda, menimcha shu kompaniya tarafidan xudo xohlasa tushum yaxshi bo'lib tursa, shunaqa holatga yetsak, kompaniya tarafidan tushlik tashkillashtiramiz. Kompaniya hisobidan xodimlarga ovqatlanish imkoniyatini qo'shamiz dedikda, niyat qildik va holat yaxshilandi, o'quvchilar ko'payib, tushum yaxshilangandan keyin shu narsani amalda qo'lladik. Ya'ni biz obed tashkil qilishni boshladik kompaniya tarafidan xodimlarga. Bu orqali nima qildik? Xodimlar uzoqqa chiqib ovqatlanib kelmaydi. Vaqtini tejaydi va ana fokusini tejaydi. Undan oldin xodimlarimiz obeddan yarim soat oldin o'ylashni boshlardi. Nima yesam ekan obedga degan fikr o'tardi miyasidan. Ketdi. Zo'r. Va qayergadir chiqib kelishiga ham 1 soat, 1,5 soat ketib qolardi. Va moliyaviy tarafdan topgan pulini qanaqadir qayergadir borganda uni yegisi kelib qolib, buni yegisi kelib qolib, qachondir 40 ming, 50 mingga tushsa, obedlanishi qachondir 70 ming, 80 ming o'zi bilmay qoladi. To'g'ri. Nafsda endi. Va mana shu 3 ta og'riqni ko'rganimizdan keyin bu narsani qildik. Uchalasiga ham yechim bo'ldi-da. Maqsadli bo'lgan ekanda, yaxshi. Moliyaviy taraflama anaqa bo'ldi. Ularni rasxoti tejalyapti jamoamizni. Ikkinchidan fikrlashi bo'ldi. Hozir ovqat tayyor. Men ishimni ishlayman, vaqt bo'ladi, ovqatlanaman, kiraman. Fikri joyida. Ovqat tayyor, xayol bo'lmaydi. Vaqt taraflama qatgadir ketib borib yurmaydi. Va buni biz amalga qilganimizda o'zimiz bu catering xizmatini yo'lga qo'yamiz degan fikr bo'lmagan, boshqa bir catering xizmatlaridan foydalanganmiz o'sha paytda. Ko'chadan olishni boshlaganmiz. Keyin bu bizga azga qimmatli qilishni boshlaganda. Bu narsani loyihani yo'lga qo'ydik, ya'ni obed bilan ta'minlashni boshladik. Bu yerda tushum kamayib ketib qoldi bizda keyin. O'quvchilar soni kamayish boshladi, ya'ni sezonmas paytga to'g'ri kelib qoldi. Iqtisodiy tarafdan. Sezonmas paytga to'g'ri kelib qoldida, ana kutilgan o'quvchilar soni bo'lmay qoldi, tushum ham bo'lmay qoldi. Keyin nima qilamiz dedik? Atkaz qila olmaymiz endi, va'da berdik, boshlab qo'ydik. Nima qilsa bo'ladi? Hozir buncha so'mdan olyapmiz tushlikni. O'zimiz qilamizmi degan g'oya bo'ldi. Shunchaki ofisni ichida bitta oshpaz olib tayyorlaymizmi degan g'oya bo'ldi. O'sha paytda mana bir yaqin do'stim, sinfdoshim bor va u 8 yillik tajribasi bor, shef-povar bo'lib ishlagan. Nafaqat oshpazlik, balkim Rossiyada katta restoranlarni oshxonasini boshqarganlar. Ham menejerligi bor, ham menejerligi bo'lgan, ham kasbidan 3-4 yil oshpazlik qilgan bo'lsa, keyin ko'tarilgan. Va undan keyin shu biznesni bo'yicha juda ko'p qiziqib, juda ko'p ilmni o'rgangan. Chaqirdim mehmonga. Shunaqa holat
menga xullas chot bermayapti, ko'tarmayapti. Nima qilsam bo'ladi mana? Men 1000 so'mni rasxod qilyapman hozir obedga. Shuni qisqartirishim kerak. Nima maslahat berasan deyapman. Qisqartira olmaysan deyapti u. Nimaga? Chunki sifat tushib ketadi. Oshpaz olasan, mana bu ofisingda noqulayliklar boshlanadi. Ana ovqat pishirayotganda ovozlar chiqadi, hidlar chiqadi. Bo'lmaydi oshxona qurish bo'tdi dedi. Keyin senga tavsiya beraman, ikkalamiz catering xizmatini yo'lga qo'yaylik. Boshqa chekkadan arzonga joy olamiz. Shu yerda oshxona quramiz. Mana men o'zim bu sohada tajribam bor. O'zim nazorat qilaman va arzonroq narxda sana anaqangni, kompaniyalaringni ovqat bilan ta'minlaymiz. Hamkorlik hamkorlikda. Va mana bu sohada tajribam yo'q. Uni tajribasiga ishondim. Xo'p, dedik, birga boshladik. Hozir mana bu yerga ovqatlar ta'minlanyapti. Endi esa boshqa bizneslarga ham xuddi shunaqa taklif bilan chiqyapmiz. Xuddi shu o'zimizga qilib berayotgan narxda boshqa bizneslarga ham qilib beryapmiz. Kichik ofislarga o'sha jamoasiga qilib beryapsizlar. Shunaqa. Zo'r. Endi men bitta videoingizni ko'rdimda, Instagramda ochig'i juda xursand bo'ldim. Mana shu biznesning orqasidan kechagina yollanib ishlayotgan, kerak bo'lsa O'zbekistondan tashqarida yollanib ishlayotgan ishchi, arzimas puliga, bunday olib qaraganda oilasini boqishga yetadigan pulga ishlayotgan yigit, mana oradan 7-8 yil o'tdiki, o'zi hadyalar ulashadigan bo'ldi-da. Akangizga mana niyat qilgan edingiz, mashina olib berdingiz, oyingizlarni mana safarlarga borib aylantirib, ularda duolarini, roziligini oldingiz. Endi ko'ryapman, mana shunaqangi til bilishda qiynalgan insonlarga ham ularni mushkulini oson qilish uchun qandaydir nima aksiyalar va qulayliklar hadya qilyapsiz-da. Adashmasam 1000 so'zmidi rus tilida? Yo 10 mingmidi? 1000 ta gap. Keyin yana bir kitob qo'llanmasi bor. Ana shularni adashmasam hadyaga beryapsiz ularga yoki qanaqa tartib bunda shu joyga aniqlik kiritib ketaylik. Internetda ko'rgan edim shuni. O'zi asli shu 1000 ta gap bu pullik, lekin yana qo'shimcha biz anaqa olib chiqdik, kitob ishlab chiqqanmiz. Aynan o'zimizni ilm markazi o'quv dasturiga moslashgan amaliyot kitobi. Buni endi o'quvchilarimizga hadya sifatida qo'shib beryapmiz. Sovg'a to'plamlar bilan o'quvchi onlayn o'qiydi, lekin biz uni uyigacha kitob, amaliyot kitobi mashqlar qilish uchun katta bir kitob, qo'shimcha boyagi lug'at kitobi va sovg'a salomlar bilan chiroyli qilib uni kursga yozilgandan keyin uyga yuboramiz. Uyga boradi va mashqlarni shu yoqda bajaradi kitobda. Endi o'zi aslini olganda bu mahsulotni o'zini olaman desa 400-500 ming so'mga chiqib ketadi. Alohida olsa. Alohida olsa. Lekin bu yerda shu o'quvchilarimizga shu o'qishiga qulaylik bo'lsin degan maqsadda mana shunaqa qo'shimchalar qo'shdik. Bu 1000 ta gap degan shu yaqindagi amaliyot kitobingizda mana shu? Yo, bu alohida lug'at kitob va amaliyot kitobi alohida kitob. Biz ikkalasini qo'shib sovg'a-salomlar bilan, sovg'asi bilan birga. Endi yaqinda Rossiya safariga borib keldik. U yoqdagi yana og'riqlarni ko'rib kelamizda. Til o'rganish sohasida, xudo xolasa, aynan shu Rossiyada safarda aynan moliyaviy taraflama, til o'rganishga qiynalayotgan, har xil og'riqlar bilan til o'rgana olmayotgan, boshlamayotgan insonlarga xudo xolasa jamoamiz bilan 30 yoki 40 million so'mlik grant ajratish reja qilyapmiz. Inshaalloh ularga aynan bepul o'qish tizimini yo'lga qo'yamiz. Har oy, balkim 3-4 oy mobaynida har oy 10 milliondanmi, 15 milliondanmi grantlar ajratib, o'quvchilarga bepul o'qish imkoniyatini ular qanaqa saralamoqchisizlar yoki hali tizim ishlanmadimi? Hali ishlab chiqilmadi, lekin g'oyasi qanaqadir Telegram kanalga yig'amiz va u yerda jonli darsda biz o'zi birinchi filtrlashimiz kerak bo'lgan narsa nafaqat uni moliyaviy holati, ya'ni ehtiyojlari, balkim o'z o'rnidagi xohish. O'qishga xohish bormi yo'qmi? Shunaqa. Biz unga hadya berib qo'ysak, kim o'qimasa tashlab qo'ysa, boshqa birovni haqini olgan bo'ladi. Shuning uchun qanchalik qiziqadi, bu narsa unga o'zi qanchalik muhtoj u bunga, shuni aniqlash uchun bitta Telegram kanalga yig'ilamiz. O'sha joyda jonli efir tashkil qilamiz. O'sha joyda aniq bo'ladi. Ana jonli efirga xohlayotganlar o'zi kiradi, vaqt ajratadi, harakat qiladi. O'zi filtrlanib keladi-da. Keyin o'sha paytda savollar bo'ladi. O'sha ana link beramiz, savoliga javob beradi. Shu javoblardan tanishib chiqib, jonli efirda aniqlaymiz. Jamoa bilan xudo xolasa.
Zo'r. Anglab bergan. Hozir men gaplaringizni, hozir fikrlaringizni olganda, endi auditoriyaga siz yangi yosh tadbirkor sifatida tanitilyapsiz-da. Bu endi kuzatuvchilarimiz ham tushunishi kerak. Sizni bu tanishtiruv suhbatimizda. Shu orada keling bitta to'xtam qilib ketaylik. Sizni o'zi aslida onlayn ta'lim bu hudud tanlamas, vaqt tanlamas. Kimga qaysi joyda qulay bo'lsa foydalanib bilim olishi mumkin degan imkoniyatda. Hozir sizni asosiy fokusingizda mana O'zbekiston bozoridagilar, turli yoshdagi insonlar va ma'lum bir rus tilida gaplashadigan hududlarda ishlayotgan insonlar, to'g'rimi? O'zbekistondan tashqaridagi, masalan, Rossiyada, Qozog'istonda bo'lishi mumkin. Qozog'istonda ham asosiy til baribir rus tilida gaplashadi. Borgan migrantlarimiz, musofirlarimiz. Endi bular sizni call centeringizga telefon qila olmaydi, to'g'rimi? Bular sizni kursingizni mana shu ta'lim bo'yicha kursda qanaqa sotib oladi? Qanaqa qilib ularda baryerlar yo'qmi? Nima qilish kerak? Biz YouTubedan tomosha qiladigan qanaqadir kuzatuvchilarimiz bo'lsa, o'sha hududlardan ularda savol paydo bo'ladi. Xo'p, agar men O'zbekistonda bo'lganimda telefon qilib aniqlik kiritardim. Hozir bu yerdan telefon qilib 10 minut gaplashadigan bo'lsam, u pulni o'zi qancha pul bo'lib ketadi-da, hududlararo yoki boshqa. Internet, Telegramdan gaplashadigan bo'lsa ham o'ziga xos qanaqadir masofa rol o'ynaydi. Endi bularda qanaqa holat borki, to'siq bo'lmaydigan va xotirjam buni qabul qilib olish kerak. Ko'rsatma berib o'tib ketaylik o'sha kursni olmoqchi bo'lganlarga. O'zi bizda holat yechim qanaqa? Nafaqat ularda bizga bog'lanish muammosi bor. Qayerdadir biza Telegram username deydi-yu, menejerimizning username'ini beradigan bo'lsak, xuddi shu username'ga o'xshash usernameda mashinliklar ochib oladi. Shuda, shularga murojaat qilib qo'yadi. Shunaqa holatlar bo'lgan, shularga pul to'lov qilib qo'ygan. Keyin biz o'qitganmiz bu yoqda. Iloji endi misol uchun biz bu yoqda shu akkauntlarni ham band qilib qo'ymaganmiz. Bizning xatoyimiz, mayli keling o'qitganmiz. Yechimni hozir qanaqa qilganmiz? Saytimiz bor. U saytni misol uchun domen hech kim ola olmaydi. Shu saytdan ro'yxatdan o'tishsa, ishonchli sayt demak. Ishonchli sayt. Shu saytdan ro'yxatdan o'tishadi. Nomer kiritayotganda, misol uchun chet elda bo'lsa, Telegram yoki WhatsApp nomer kiritish o'sha yerda so'ralgan. Agar chet elda bo'lsangiz, WhatsApp yoki Telegram nomeringizni kiriting degan. Bu yerdan keyin u nomer bizdan boshqa hech kimga tushmaydi. Va faqat bizning menejerlar bog'lanadi ular bilan. Shu nuqtai nazardan Telegramdan yoki messenjerlardan bog'lanishadi. Keyin u yerda shu kurs haqida ma'lumot olib to'lov ko'rsatadi. To'lovini qanaqa qiladi? To'lovni o'zi asli O'zbekiston hududidagi anaqa insonlar uchun shu Payme, Paynet, Kliklarda elektron to'lov tizimiga ulangan. To'g'ri bor, bankomatdan to'lov qilsa ham bo'ladi yoki Payme'ni o'zida shu ilm markazida yozsa chiqadi. U yoqdagilar bu yoqda Visa kartaga yoki boshqaga to'lov qilishlari mumkin bo'ladi. Uni ham yo'lini qilib qo'ygansizlar. Demak, hech qanaqa haligi nima aldanib qolish ehtimollarini imkon qadar tushirgansizlar, riskini. Shunaqa. Tushunarli, rahmat. Bergan suhbatlashib to'g'risi maza qildim. O'zim uchun onlayn biznesida haligi nima deydi, hali yetib bormagan nuqtalarimni sizdan hozir yaxshi keyslar, insaytlar olib, yaxshi bilimimni oshirishga sababchi bo'ldingiz. Rahmat. Bundan o'zim ham ketkizgan vaqtimdan juda ham xursand bo'ldim. O'ylaymanki, siz ham bugungi suhbatdan yaxshi nima deydi, qoniqish hosil qildingiz. Bu albatta boya aytganimdek tanishtiruv, sizni kuzatuvchilaringiz soni yanada ortib, biznesingizga nisbatan loyalность, ishonchlilik yanada ortib borish uchun biz imkon qadar qo'limizdan kelgancha nima deydi, suhbatimizda ochishga harakat qildik. Odamlarda shubha bo'lishi mumkin bo'lgan jihatlariga to'xtalishga harakat qildik va siz mana shu suhbat davomida chiroyli keyslar bilan, insaytlar bilan o'shani auditoriyaga ochib berdingiz. O'ylaymanki, kelgusida onlayn ta'limda nafaqat sizda, biz maqsadimiz ilmli qilish-ku, to'g'rimi? Har bir insonni. Sizdan o'rganmaydigan bo'lsa, boshqa onlayn ta'limdan o'rgansin. Asosiysi kechagi menidan bugungi meni boshqa bo'lsin, ilmli bo'lsin, mana shu suhbat manfaatli bo'lsin degan ma'noda onlayn ta'lim nuqtai nazaridan to'xtaldik va til o'rganish masalasiga alohida e'tibor qaratdik. Sizda auditoriyaga qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa, bugungi suhbatdan xulosalaringiz bo'lsa, marhamat, bemalol fikr bildirishingiz mumkin. Xo'p. Men ikkita turdagi insonlarga murojaat qilmoqchiman. Birinchisi, o'zimizning xalq. Bizning shiorimiz bor, kechaga mendan bugungi men yaxshiroq bo'lish kerak va buning uchun har birimiz harakat qilishimiz kerak, xalq bo'lib. Bitta savol, millat rivojlanishi uchun, xalq rivojlanishi uchun nima qilish kerak? Hamma o'zini o'zgartirishdan boshlash kerak.
har birimiz o'zimizni o'zgartirishni boshlaydigan bo'lsak, til bo'ladimi, boshqa ilm bo'ladimi, kichik qadamlar bilan o'shalarni o'rganishni boshlasak, inshaalloh butun davlat, millat rivojlanadi. Va buning uchun hozirgi paytda bizni suhbatimizda men aytgan gaplardan asosiy mohiyat ilm olish uchun, rivojlanish uchun hozirgi paytda bahona yo'q-da. To'g'ri. Bahona yo'q. Hamma sharoit bor. Shunchaki mana o'rgansanglar bo'ldi. Aynan rus tili bo'lmasligi ham mumkin, ingliz tilini ham o'rganish kerak, boshqa birorta kasb bo'lishi mumkin. O'zingizga, hayotingizga nima yaxshi ta'sir o'tkazishini ko'proq his qilsangiz, shu narsani o'rganing va buning uchun qanaqa qishloqda, qanaqa davlatda qaysi chekkasida joylashingizdan qat'iy nazar sizda sharoit bor. Shunchaki telefon, internet bor. Hattoki bepulga ham topsa bo'ladi-da. Bu birinchisi. Ikkinchi murojaatim aynan ustozlar bo'ladimi yoki offline o'quv markazlar bo'ladimi, onlayn ta'limni rivojlantirishga o'zlaringizni hissangizni qo'shinglar. Oddiy ustoz bo'lsangiz ham shu o'zingizni Instagramda sahifangizni yuriting, o'quvchilaringizni ko'paytiring onlayndagi va shu orqali siz 10 ta emas, bir 20-30 ta insonga ta'lim berishingiz mumkin va siz ta'lim sifatini keyingi darajaga olib chiqishga, O'zbekistonda umuman ta'lim rivojlanishiga o'zingizni hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Men maslahatim shu, birgalikda biz ta'limni rivojlantirishimiz kerak. Tushunarli, rahmat Allah bergan. Endi shu o'rinda mana shu suhbatimizdan keyin siz bilan ishlashga ishtiyoqi paydo bo'lgan yosh o'qituvchilar bo'lishi mumkin yoki endigina ta'lim dargohlarini bitirgan, diplomini olgan pedagoglar bo'lishi mumkin. Ular siz bilan qanaqa bog'lanib, hamkorlikda siz bilan birga ishlashi mumkin, jamoangizga qo'shilishi mumkin? Uning uchun nima qilish kerak bular? Jamoamizga aynan qo'shilish uchun yoki hamkorlikda ishlash uchun ham qanaqangi savol bo'lsa ham mana bemalol ijtimoiy tarmoqlardagi Instagram sahifamga murojaat qilishsa, men endi gohida har kun qaray olmay qolishim mumkin. 2-3 kunda bir qarab javob berib turaman. Tushunarli. Ishga qabul qilish bo'yicha boya aytganingizdek qadriyat o'ziga yarasha talablari bor. Shu agar mos keladigan bo'lsa, jamoaga qo'shilib ishlash mumkin. Rahmat Allah bergan. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz yanada manfaatli bo'ldi. Qaysidir auditoriya uchun o'zi bilmagan yaxshi insaytlar va fikrlarni berishga ulgurdik deb o'ylayman. Siz savollarimizdan tashqari yana qaysi jihatlar bor ediki, biz unga e'tibor qaratmadik? Menimcha, juda ham ko'p narsa ochildi. Asosiy narsalar. Tushunarli. Rahmat. Endi mana shu loyihamizda o'zingiz qoniqish hosil qilgan bo'lsangiz, yaxshi ijobiy fikrda bo'lsangiz, kimlarni suhbatga tortishimizni tavsiya qilasiz? Mana shu auditoriyaga manfaatli bo'lish uchun, ular bilishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni ulashishimiz uchun. Endi men ko'proq ta'lim sohasida aniq qilaman. Cambridge o'quv markazi asoschisi Jahongir aka, Najot ta'lim asoschisi Timur akalar. Ulardan juda ham ko'p insayt olganman. Timur akamlar. Menimcha ular ham chiqishi va umuman shunaqangi ta'lim sohasidagi insonlar bo'lishi xalqqa ham, proyektga ham ancha manfaatli bo'ladi deb bilaman. Rahmat Allah bergan. Sizni ko'rganimizdan, studiyamizga vaqtingizni ajratib kelib suhbatga rozilik bildirganingiz uchun biz bundan juda ham minnatdormiz. O'ylaymizki, yangi tajriba, yangi loyihalarda insaytlari, ma'lumotlari bilan kelgusi dasturlarimizda sizni vaqtingizga qarab, studiyamiz vaqtiga qarab suhbatimizni yana tashkil qilamiz degan umiddaman. Ayniqsa mana tizimlashtirish, onlayn ta'limda tizimlashtirish masalasi katta mavzu dedik. Biz hozir umumiy yondashuv qildik va sizni produktlaringizga to'xtalishga harakat qildik. Keyingi suhbatlarimizda umid qilamanki, mana shu onlayn ta'limdagi boshqa og'riqli masalalar va shu jumladan tizimlashtirish masalasiga ham to'xtalamiz. Rahmat, ketkizgan vaqtingiz uchun rozi bo'lasiz. Keyingi suhbatgacha o'ylaymizki, yana yangi keyslar, ma'lumotlar yig'ib jamlab qo'yamiz. Xudo xohlasa. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling.